Bismillah. Biz boshladik. Mars Arena kanali kuzatuvchilari uchun sizlar uchun maxsus avgust 2026 o'quv kursini navbatdagi darsidamiz. Bugungi darsimizda sizlar bilan Xudo xohlasa nonlinear functions, ya'ni o'sha kunduz e'lon qilganimizdek kvadrat funksiyalar, ko'rsatkichli funksiyalar yoki modulli funksiyalarni siljitishga oid bo'lgan masalalarni nima qilamiz yoki modellarga oid bo'lgan masalalarni ko'rib chiqamiz. Xudo xohlasa darsimizda medium tipdagi masalalar ko'riladi. Nasib bo'lsa keyingi darsda xuddi shuni hard tipdagi masalalarni ko'rib chiqishni rejalashtiryapmiz. Demak, hamma narsa tayyor. Ekran ko'rinyapti, zapis boshlangan. Demak, misollarni boshlasak bo'ladi. Nimadir fikr mulohazalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol chat qismi ochiq yozishinglar mumkin, menga ko'rinadi va o'sha chat qismiga qarab nima qilaveramiz, suhbatlashaveramiz. Demak, bizda birinchi misolimiz, demak, matnli masala ekan. Word problem deyiladi, matnli masalalar. Matnli masalalarda demak tarjima qilishimiz kerak. A rubber ball bounced upward one half the height that it falls each time. Men bunga e'tibor bering, juda ko'p yangi so'zlarimiz bor ekan. A rubber, bu yerda bizlarda oddiy ko'p toklarimiz ball deyiladi. Agar mabodo u nimadan, rezinadan, bizlar nima deyiladi, kauchuk deyiladi, rezinadan yasalgan koptok bo'ladigan bo'lsa, mana shunday rubber ball deb ataladi. Bounce so'zi bu sakramoq, ya'ni jump so'ziga sinonim hisoblanadi. Demak, koptok sakraydi. Nimaga? Yuqoriga sakraydi. Upward, yuqoriga. Downward bo'lsa pastga bo'lardi. One half, ikkidan bir qismiga. Nimaning ikkidan bir qismiga desa, o'zining balandligining ikkidan bir qismiga. Qachonki har safar u tashlab yuborilgan balandlikning ikkidan bir qismiga sakraydi deyapti. Endi bizga aytyaptiki, bu sakrash nima natijasida yuz beradi desa, it hits the ground deyapti. Demak, koptok tepadan tashlab yuborilyapti. Har safar o'zi tashlab yuborilgan balandlikning avvalgi balandlikning yarmigacha sakrayotgan ekan. Mana shunday bo'layotgan holatda bizga aytyapti, if ball was originally dropped, ya'ni u tashlab yuborilgan qayerdan? From distances 20 feet. 20 feet masofadan yuqoridan yerga tashlab yuborilsa, above to the ground degani yuqoridan yerga tashlab yuborilsa, bizga aytyapti maximum heightni toping, eng katta balandligini toping. Qachonki uning nima 3-chi hamda 4-chi marta yerga urilishi oralig'ida u eng katta necha feet balandlikka nima qilgan bo'ladi, ko'tarilgan bo'ladi deb aytyapti. Avval masalani o'zini yechamiz va keyin nima qilamiz? Tarjimadagi yangi so'zlarni yozib olamiz. Demak, bizlarda mana bu yerda yer bor deb tasavvur qilamiz. Mana bu yerda yer bor deb tasavvur qilamiz. Mana bu yer, bu yerda hozir mana shu bizlarda lug'atda mana shu yerda ground deb kelyapti. Mana shu ground bizlarda yer ma'nosida kelyapti. Mana ground. Yer bo'lib kelyapti. Xo'p, yerdan mana kattaligi qancha? Mana boshlang'ich holatda, boshlang'ich masofasi 20 feet bo'lgan masofadan bitta koptok nima qilyapti? Tashlayapti. Koptok keladi, yerga uriladi va o'zining avvalgi balandligining yana yarmiga teng bo'lgan kattalikka nima qiladi? Yana qaytib chiqadi. Tushunarli? Ya'ni koptok yerga urilgandan so'ng mana bunday yerga urilib qaytib tushadi-da, keyin yana qaytib tepaga sakraydi, sakrab tepaga chiqqan payti o'zining avvalgi balandligining yarmigacha chiqadi. Demak, e'tibor beramiz. Mana bu yoqda pastga yozib ketamiz. Yerga mana bu yerdagi urilish nuqtasi nechinchi urilish nuqtasi desangiz, mana shu. Demak, mana shu birinchi urilganidan keyin boshida 20 feet bo'lsa, har safar o'zining, e'tibor bering, nima deyapti? One half the height deyapti. Yarim balandligiga ko'tariladi yana tepaga. Demak, birinchi urilganidan keyin 20 feetga urilsa, demak, birinchi feetdan keyin qanchaga ko'tarilgan bo'ladi? 20 feetga. Kechirasizlar, 20 feetdan tashlansa, birinchi yerga urilishdan so'ng 10 feetga ko'tariladi. Mana bunday qilamiz. Demak, nima ish qilamiz? 20 ni bo'lamiz 2 ga. Mana birinchi safar. 20 ni 2 ga bo'lsak, bu 10 feet balandlikka ko'tariladi birinchi urilishdan so'ng. Ikkinchi marta yerga urilgandan so'ng mana shu 10 feet balandlikdan qaytib yana yerga tushadi-da, keyin yana uning yarmiga ko'tariladi, ya'ni 5 feetga ko'tariladi. Mana bu yerdagi masofamiz nima bo'ladi bizada? 5 feet bo'ladi. Buni qanchaga ko'tarilganini bilish uchun shu 10 ni ham yana 2 ga bo'lib ketaveramiz. Ya'ni 5 feet balandlikka ko'tariladi ikkinchi urilishdan so'ng. Uchinchi urilishdan so'ng yana 5 ni ham nima qilamiz? 2 ga bo'lamiz. Uchinchi urilishdan so'ng o'sha 2,5 feet nima qilingan bo'ladi? Balandlikka ko'tarilgan bo'ladi va bizning masalamizning javobi ham mana shu 2,5 feet bo'ladi. Nimaga? Chunki masalamiz shartida bizlarda so'rayapti. Nimani so'rayapti desa, maksimum heightni topgin 3-chi va 4-chi marta yerga urilishlar orasida deyapti. 3-chi marta va 4-chi marta yerga urilish oralig'ida tabiiyki 3-chi marta urilganidan so'ng ko'tarilgan balandligi
o'sha 4-urilishidan oldingi eng katta balandlik bo'ladi va u 2,5 metrni, 2,5 fitni tashkil qiladi. Xohlasangiz javobni mana shunday o'nli kasr shaklida qoldiring, xohlasangiz mana bunday qilib improper fraction, ya'ni noto'g'ri kasr shaklda 5/2 deb yozsangiz ham bo'laveradi. Shu ikkala javobni istalgan bittasini yozsangiz ham javob to'g'ri hisoblanadi. O'ylaymanki, masalani tarjimasi hamda yechimi tushunarli bo'ldi. Yechimi juda oson, faqat bu yerda masalani tarjima qilib, mazmunini chaqib olish asosiy masala edi. Keyin yangi chiqqan so'zlarni yozamiz. Bu yerda ball, ko'p tok ekanligini ko'pchilik biladi. Rubber so'zini olamiz. Rubber. Rubber. Bu kauchukdan tayyorlangan, xullas rezinalik desak ham bo'laveradi. Demak, rezinali ko'p tok. Rezinali ko'p tok. Yozuvni biroz noto'g'ri yozman. Rezinali ko'p tok. Rubber ball. Rezinali ko'p tok. Hop, bounce. Bounce xuddiki jump so'ziga sinonim hisoblanadi. Jumping bu sakramoq degani. Sakramoq. Hop, upward yuqoriga. Upward yuqoriga. Bunaqa so'zni avval uchratganmiz. Qanaqa? Parabolaning shoxlari yuqoriga qarasa yoki pastga qarasa, upward bo'lsa yuqoriga bo'lardi. Esingizda bo'lsa, shoxlari parabolani pastga qarasa downward bo'ladi. Demak, bu pastga degan ma'noni yetadi. Buni kvadrat funksiya mavzusidagi misollarda uchratganmiz bu so'zlarni. Xo'p, one half degani, mana one half degani o'zi umuman half bu yarim degani. Demak, bu yerda o'sha yarim, ya'ni 2/1 mana bu yerga yozamiz. Nima? Yarim haqida gap ketyapti. Xo'p, height bu balandlik. Xo'p, fall bu yerda yiqilmoq ma'nosini anglatadi. O'z aslida fall yiqilmoq. Fall yiqilmoq. Yiqilmoq, biror bir joydan yiqilmoq, yiqilib tushmoq degan ma'noni anglatadi. Each time har safar. Hit urmoq, urilmoq deb tarjima qilinadi. Urmoq yoki urilmoq. Ko'p to'p o'sha tashlab yuborilgandan keyin yerga uriladi har safar. Xo'p, bu yerda the ground yer ma'nosini anglatyapti. The ground yer ma'nosini anglatyapti. Xo'p, originally o'zining masofasini ko'rsatyapti, boshlang'ich holatini ko'rsatyapti. Drop biror bir narsani tashlab yubormoq, uloqtirib yubormoq, otib yubormoq ma'nosida kelyapti. Hozir bu yerda drop tashlab yubormoq ma'nosida kelyapti. Drop tashlab yubormoq. 20 fit balandligidan tashlab yuborgan. Tashlab yubormoq. Tashlab yubormoq. Distance masofa. Endi buni bilasiz. Distance masofa. Distance masofa. Xo'p, above yuqori qism, yuqoridan. Below pastda, quyida degani. Above bu yuqori yoki yuqoridagi deb tarjima qilinadi. Xo'p, maximum height eng katta balandlik ekanligini bilasiz. Between bu orasida deb tarjima qilinadi. Buni bilasiz. Third uchinchi. Third ordinal number hisoblanadi, tartib son hisoblanadi. Bu uchinchi degan ma'noni aytadi. Uchinchi. Xo'p, hamda fourth to'rtinchi. Fourth. Mana bunday qilib ham qisqartirib mana 4th yoziladi ko'pincha agar son bilan yozganda, bo'lmasa so'z son bilan yozganda mana bunaqa 3rd qo'yiladi. Mana shunaqa yozilishlari shunaqa. 4-chi degani. 4-chi. O'ylaymanki, masalani tarjimasi va yechimi tushunarli bo'ldi. Demak, ko'p tok balandligidan, qandaydir balandlikdan tashlab yuborilyapti. Har safar u yiqilib o'zining dastlabki yarmiga teng balandlikka qayta ko'tarilyapti. Xuddi shu holat agar ko'p tok boshlang'ich 20 fit balandlikdan tashlab yuborilsa, uning 3-chi va 4-chi marta yerga urilishlari orasida ko'tarilgan eng katta yerdan ko'tarilgan eng katta balandligi qancha bo'ladi deb aytyapti. Biz ketma-ket shuni 3 ta amal qilib bajardik. Demak, har safar o'zining avvalgi yarim balandligiga teng bo'lgan balandlikka ko'tarilayotgan so'ng birinchi urilishdan keyin 20 ni 2 ga bo'ldik, 10 fit balandlikka ko'tarildi dedik. Ikkinchi urinishda 12 ga bo'lib 5 fit balandlikka ko'tarildi dedik. Uchinchi yerga urilishdan so'ng 3 ni 2 ga bo'lib 2,5 fit balandlikka ko'tariladi dedik. Va masalamizning javobi o'sha 2,5, ya'ni 5/2 bo'lib qolyapti.
O'ylaymanki, masalamiz yechimi, yangi so'zlar va ularning tarjimasi sizlarga tushunarli bo'ldi. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Navbatdagi masalamiz. Xo'p, exponential functions mavzusida bu tipdagi masalalarni ko'rgandik. Asosiy ideyalarga e'tibor beramiz. Demak, masalamiz. The number of bacteria in liquid medium doubles every day. Demak, qandaydir bir o'rtacha bir idishdagi bakteriyalarning soni doubles every day. E'tibor bering. Asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa. Number of bacteria nima bo'lyapti? Doubles every day. 2 baravarga oshyapti kuniga bakteriyalar soni. There are 44 ming bacteria in liquid medium. It start observation. O'sha tadqiqot o'tkazishni boshlanganida initial value derdik. Sizlar bilan esinglarda bo'lsa buni boshlang'ich qiymat bakteriyalarning miqdori 44 mingta bo'lgan. Va bizga aytayapti, Y bu bakteriyalarning sonini ifodalasa, number of bakteriyalarni hisoblasa, T esa o'sha tadqiqot o'tkazish boshlangandan keyin necha kun o'tganini anglatsak, quyidagi qaysi model o'sha Y ni T bilan bog'lovchi model hisoblanadi. Esingizdami, bu model qanaqa edi? Demak, bizlar bir o'zimizga kerakli bo'lgan asosiy qiymatni funksiyasini qanaydir bir f x ko'rinishida ifodalab oladigan bo'lsak, demak, boshida init value ni olardik, initial value'ni olardik boshlang'ich qiymat sifatida, ko'paytirish, keyin qavs ichida qancha necha marta oshish kerak ekanligini yozar edik. Bu yerda misol uchun mana n times 3 baravar oshish kerakmi, 2 baravar oshish kerakmi, shu. Keyingi yozadigan narsamiz mana bu yerga x o'zgaruvchini qo'yardikda, keyin mana bu yerga time yozardik. Ya'ni vaqt. Har qancha vaqtda shu qiymat, ya'ni boshlang'ich qiymat o'zidan oldingi time oralig'iga nisbatan necha baravar oshish kerakligini bizlarga ko'rsatib berardi. Hali masalalar keladi. 4 oyda 2 baravar oshadi, 2 yilda 2 baravar oshadi, 5 yilda 2 baravar oshadi kabi masalalar keladi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, nima ish qilishimiz mumkin ekan? Darrov to'g'ri javob topsak bo'ladi. Demak, y-imiz teng. Boshlang'ich qiymat 44 mingta. U har safar 2 baravar oshishi kerak o'zidan oldingi yilga qaraganda, ya'ni x taqsim 1 bo'ladi. Demak, bu 44 ming ko'paytirgan 2 darajasida, endi x emas, bu yerda t, x vazifasini bizlarda t o'zgaruvchi bajarayotgani uchun t ni olamiz va bu bog'liqlik bizda dekalitda turibdi. O'ylaymanki, masalaning yechimi tushunarli bo'ldi. Ammo biz bu masalani shu modelni bilmasdan turib ham ishlay olamiz. Qanaqasiga? Qaranglar. Agar bunaqa masalalarni umuman ko'rmagan bo'lsangiz yoki o'sha payt xayolingizga o'zimiz o'rgangan model kelmasa, nima ish qiling? Bizga aytyapti. Bizga aytyaptiki, har kuni nima qilish kerak? Ko'payish kerak. Xo'p, yaxshi. Boshida qancha bo'lgan? 44 mingga. Ya'ni t teng 4 bo'lgan, kechirasizlar, t teng 0 bo'lganda, ya'ni tadqiqot o'tkazish boshlanganda, hali hech qancha ham oradan kun o'tmaganda bakteriyalarning miqdori 44 mingta bo'lgan deb aytyapti. Endi hozir t ning o'rniga 0 qo'yib, qani ko'ramiz, qaysi javobda y ning qiymati 44 ming chiqar ekan. A javobga e'tibor beramiz. T ning o'rniga 0 qo'ysak 2 dan 1 chiqadi. Demak, A javob xato javob. B javobga e'tibor beramiz. T ning o'rniga 0 qo'ysak 44 mingning 0-darajasi 1 ga teng bo'lib, y teng 2 chiqadi. Demak, u ham noto'g'ri javob. C javobda T ning o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, mana bu javobimiz 44 ming chiqadi. Xuddi shunday D javobda ham nima chiqadi? 44 ming chiqadi. Endi T ning o'rniga 1 qo'yamiz. T ning o'rniga nima qo'yamiz? 1 qo'yamiz. Bu degani oradan 1 kun o'tdi. Bu degani bakteriyalarning miqdori 2 baravar oshgan bo'lishi kerak. Chunki bizga aytayapti, doubles every day. Oradan 1 kun o'tsa, demak, o'zidan oldingi kunga nisbatan 2 baravar katta bo'lishi kerak deyapti. Demak, bu degani 1 kun o'tsa, endi uning miqdori 44 ming ko'paytirish 2 bo'lishi kerak. C va D javoblar to'g'ri qolganida, e'tibor bering, C javobdagi mana bu modelda 2 dan 1 T. Ya'ni T ning o'rniga 1 qo'ysak, bu 2 baravar oshmaydi, 2 baravar kamayadi, nabarat. 22 mingta bakteriya bo'lib qoladi. Shuning uchun C javobimiz ham noto'g'ri bo'lib qoladi. Tushunarli? Va D javob o'z-o'zidan to'g'ri hisob-kitobni ifodalovchi model bo'lgani uchun T ning o'rniga 1 qo'ysak 44 ming ko'paytirish 2 bo'ladi. Ya'ni o'zining boshlang'ich qiymatiga 2 baravar oshganligi ma'lum bo'ladi. Demak, sizda berilgan shu kabi masalalar yechish ikki xil yo'li bor. Birinchisi, o'zingiz haqiqatdan ham ushbu holatni ifodalaydigan eksponensial funksionni tuzib, kerakli javoblardan qaysi biri ekanligini topasiz. Yoki ikkinchi variantingiz bor. Shunchaki bor ABCD kalitlarining o'rniga T nimani ifodalasa, mazmunini tushungan holatda T ning o'rniga qanaqa son qo'ysangiz, Y ning miqdori qanday chiqishidan kelib chiqib,
t va y larga bir nechta qiymatlar qo'shish orqali qaysi javoblari to'g'ri bo'lsa qoladi, noto'g'ri bo'lgan javoblarni nima qilib tashlashingiz mumkin? Chiqarib tashlashingiz mumkin. Ya'ni ustozlarimiz bizga aytadigan gap, masalani yechishning ikkita yo'li bor. Yo to'g'ri javobni topish kerak, yoki noto'g'ri javoblarni chiqarib tashlash kerak. Bu testda ishlaydigan eng zo'r usul va bu faqat testda ishlaydi. Deylik, shu yerda siz javob yozishingiz kerak bo'lsa, ABCD kalitlarni tanlamasdan bu usul ishlamaydi. O'ylaymanki, ikkala usul ham sizlarga tushunarli bo'ldi. Bu yerda yangi haligi tarjima qiladigan so'zni o'zi yo'q. Ya'ni umumiy ma'noda, ya'ni o'zi aslida bitta tarjima qilib chiqaman desang, hamma so'zni tarjimasini bilishingiz ham shart emas. Chunki uje sizlar bilan 15 dan ziyod dars o'tdik. Barchasini o'qib tarjima qilish shart emasligiga ancha o'zlaringiz ishonch hosil qilgan bo'lishingiz kerak. Kerakli jumlalarni tarjima qilish o'zi yetarli. Matnning mazmunini tushunish uchun. Agar hammasi o'rnida bo'lsa, navbatdagi masala bizda sizlarga ham masalalar ko'rinayotganiga ishonch hosil qilganimdan keyin ishlashni boshlayman. Shuning uchun agar biroz pauza bo'layotgandek orada tuyulsa, bunga hayron qolmasligingizni so'raymiz. Demak, navbatdagi masalamiz f of x funksiya berilgan. Yaqinlashtiramiz. Mana sizga maksimal darajada ko'rinarli qilib yaqinlashtiramiz va bizdan funksiyaning x interseptini so'rayapti. Funksiyaning x interseptini so'rayapti. Mana e'tibor bering. X intersept. X intersept bu funksiyaning ox o'qi bilan kesish joyi. Mana funksiyaning javoblarida, berilgan testning javoblaridagilarga ham e'tibor bering. Hamma berilgan nuqtalar, ABCD kaltadagi nuqtalar ox o'qining ustida joylashgan nuqtalar. E'tibor bering, barchasining y koordinatasi nimaga teng? 0 ga teng. Bu degani biz hozir mana shu f of x funksiyani 0 ga aylantiruvchi x ning qiymatlarini topishimiz kerak. Demak, oldimizda ikki xil yo'l bor. Yo biz hozir javoblarni qo'yib tekshirib ko'rsak bo'ladi. ABCD javoblarni qaysi biri shu shartni qanoatlantirar ekan deb, yoki mana bu tenglamani o'zimiz yechamiz. Kelinglar, yechamiz. X kvadrat minus 18 x minus 360 teng 0 tenglamani nima qilishimiz kerak ekan? Ishlashimiz kerak ekan. Xo'p, buni ishlaydigan bo'lsak, qanday chiqar ekan? Ko'paytiruvchiga ajratishga harakat qilamiz. X minus 30 ko'paytirilgan x plus 30 yoki minus 30. Hozir ko'ramiz. X minus 12. Hozir hisob kitoblarni amalga oshiradigan bo'lsak, demak, bu yerda minus bo'lar ekan, x minus 30 bo'lar ekan, bu yoq plus bo'lar ekan. Chunki oldagi koeffitsient mana 18-oldagi koeffitsient minusga moslab to'g'rilab olishim kerak ko'paytiruvchilarga ajratib. Demak, menimcha to'g'ri ko'paytiruvchiga ajratildi. X minus 30 ko'paytirgan x plus 12 bo'ladi. Demak, buning x1 yechimi 30 bo'lar ekan, x2 yechimi minus 12 bo'lar ekan. Ya'ni bu funksiyamiz ox o'qini 30 0 nuqtada yoki minus 12 0 nuqtada nima qilar ekan? Kesib o'tar ekan. Shunga ko'ra, demak, ikkalovidan qaysi biri bor bo'lsa shuni belgilaymiz. Demak, A javobda minus 12 0 bor ekan. Demak, ushbu holatda bizning masalamiz javobi A javob bo'lib qoladi. Menimcha bu masalalarning yechimi sizlarga tushunarli. Bu yerda hech qanaqa qiyinchilik yo'q edi. Navbatdagi masalaga ham bemalol o'tsak bo'ladi. X interseptni so'rasa, funksiyani 0 ga tenglashtirib x ning qiymatini topamiz. Y interseptni so'rasa, x ni 0 ga tenglashtirib y ning qiymatini topamiz. Bunaqa masalalar juda ko'p uchraydi hali. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Shift, ya'ni translating qilishlar, berilgan funksiyalarni siljitishga oid bo'lgan masalalar kelyapti. Keling, o'sha masalalarni nima qilib olamiz? Bitta eslab olamiz. Qanaqa deydi? Bizlarda odatda mana bu jumla eng muhim asosiy jumla hisoblanadi. Mana bu shifting jumla. Qanaqadir f of x berilgan, mana f of x ning qiymati bizga berilgan 7x ko'p ekanligi va bizlarga aytayaptiki y teng j(x) bu shift natijasida hosil bo'lgan. Mana result of shifting deyapti. Ya'ni shifting siljitish natijasida hosil bo'lgan. Hop, nimani siljitilgan? Y teng f of x siljitilgan. Qayerga desa, down 2 units. Pastga 2 birlik siljitilgan deyapti. Bu degani nima? J(x) funksiyamiz f of x funksiyaning 2 birlik pastga siljitilganiga teng ekan. Ya'ni j(x) teng f of x minus 2 bo'lyapti. Demak, buning javobi f of x o'rniga 7x kubni qo'ysak, 7x kub minus 2 bo'lar edi va bu bizda D javob. Mana ushbu holatda masalamiz nimani ifodalayapti? D javobni ifodalayapti. To'g'ri javobimiz. Endi shu holatda umumiy bitta takrorlash qilib ketamiz. O'zimiz uchun bitta qiziqishgan olamizda takrorlash qilib ketamiz. Faraz qiling, bizga berilgan
bizga berilgan. Y teng f x. Xo'p, birinchi holatda. Demak, bu down yoki o'ngga, chapga, tepaga, pastga bo'ladi. Keling, bizlar misol uchun nima deymiz desa, deylik A1lik o'ngga siljitish, A1lik o'ngga siljitish. Bu bizda yozilganda shift right deb aytiladi. Shift right. Ya'ni o'ngga siljish deb ataladi. Demak, nimani topishimiz kerak desa, y teng o'ngga siljitadigan bo'lsangiz, siz f x minus a ni nima qilishingiz kerak bo'ladi? Topishingiz kerak bo'ladi. Men strelkani qaysi tomonga qo'ysam, o'sha tomonga siljitilyapti degan ma'noda tushunib olsangiz bo'ladi, bemalol. Demak, y teng f x ning grafikini o'ngga siljitsangiz, a1likka, demak nima bo'lishi kerak ekan? Y teng f x minus a ni topar ekansiz. Ikkinchi holat. Agar a1lik chapga siljitishga to'g'ri kelsa, bu shift left deb ataladi. Demak, siz y teng f x plus a ni nima qilishingiz kerak? Topishingiz kerak bo'ladi. Uchinchisi, agar B1lik yuqoriga siljitmoqchi bo'lsangiz, bu shift up deymiz. Demak, yuqoriga siljitmoqchi bo'lsangiz, demak y teng f x ga shunchaki qo'shasiz b ni. Agar mabodo B1lik pastga tushirmoqchi bo'lsangiz, bu shift down deyiladi. Demak, y teng f x dan ayirasiz b ni. Ammo sizga bu aralash holatda, ya'ni combination holatda yoki mixed formatda kelishi mumkin. Nechidir birlik o'ngga, nechidir birlik chapga siljitish mumkin deb kelishi mumkin. Misol uchun mana bunday qilib aralashtirib beradi. Faraz qiling, n birlik o'ngga, n birlik misol uchun pastga desa, demak biz nima topishimiz kerak? Y teng o'ngga burilish faqat x ga ta'sir qiladi. Demak, f x minus m, ya'ni m birlik o'ngga topishimiz kerak bo'lsa, demak mana shunaqa shaklda yozamiz. n birlik pastga siljitish kerak bo'lsa, demak minus n qilamiz. Agar mabodo n birlik yuqoriga bo'lganda, shuni plus n qilar edik. Va hokazolar. Mana shunday ko'rinishda kombinatsiyali tarzda ham nima qilsanglar bo'ladi? Bemalol ishlatsanglar bo'ladi. O'zimizning matematikada bu odatda o'sha berilgan funksiyani vektor bo'ylab siljitishda foydalansa, juda ham oson usulda chiqadi. Mana shunaqa usul bilan ishlash masalalarda. Vektor bo'ylab siljitishda masalalar shu formulalar bilan juda oson usulda ishlab chiqiladi. O'ylaymanki, ushbu masalaning yechimi tushunarli bo'ldi. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Navbatdagi masalamiz. Xo'p. Sizlarga ham to'liq ko'rinsin. Ishonch hosil qilganimdan keyin misollarni ishlashni boshlaymiz. Demak, bizga x, y va uning 3 tadan qiymatlari berilgan. Mos ravishda jadval shaklida qiymatlari berilgan. Va bizga aytayapti, mana bu y funksiyamiz mana bunday ko'rinishda x bilan nima qilgan? Bog'langan. Rostdan ham tekshirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Misol uchun x o'rniga 1 qo'ysangiz, haqiqatan y ning qiymati necha bo'lar ekan? 11 bo'lar ekan. X o'rniga 2 qo'ysangiz, y ning qiymati 19 bo'ladi. Endi bizdan so'rayotgan narsa a ning qiymatini so'rayapti. Xo'p, a qayerda bor? Mana bizdan so'ralayotgan narsaga e'tibor bering. A ning qiymatini so'rayapti. A bu berilgan funksiyada x3 hamda nimaga teng? Y a ga teng bo'lgan nuqta ekan. Ya'ni 3 a nuqta ekan. Demak, a ning qiymati qanday topiladi? Shunchaki berilgan funksiyaga 3 ni qo'yib hisoblash kerak. X ning o'rniga 3 ni qo'yib hisoblash kerak. Bo'ldi, shuni o'zi yetarli. 4 ko'paytirilgan 2 ning kubi plus 3. 2 ning kubi 8 bo'ladi. 8 kara 4 32, 3 ni qo'ysak 35 bo'lar ekan. Demak, bu bizda bejavob. O'ylaymanki, bu masalada hech qanday qiyinchilik bo'lmadi. Jadvaldan shunchaki x o'rniga 3 qo'yib hisob kitoblarni qildik. Xolos. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Har zamonda chat qismiga ham qarab turaman. Kimdadir savollar yoki birorta bir gap so'zlar bo'lsa, yozilganmi? Ustozlarimiz chat qismida mendan oldinroq testlarning javoblarini ishlab yozib ham qo'yishyapti. Faollik uchun alohida respekt sizlarga. Navbatdagi masalamiz. Ketdik. According to moral law, bu yerda law huquq, qonun, qoida degan ma'noda kelyapti. Number of transistors include on the microprocessors doubles every 2 years. Demak, nima aytyapti? Bizlarda tranzistorlarni qo'shib hisoblaganda mikroprosessorlar har 2 yilda 2 baravarga nima qilar ekan? Oshar ekan. Har 2 yilda 2 baravarga nima qilyapti? Oshyapti. Bizga aytyapti, 1985-yillarda, 1985-yilda mikroprosessorlar nima bo'ldi? Introduce bo'ldi. Qancha? 275 mingta nimasi bor ekan? Tranzistorlari bor ekan. Xo'p, based on this information, nima bo'lish kerak? Ushbu ma'lumotga asosan, which of the following years, quyidagi yillardan qaysi birida nima bo'ladi bizlarda? Number of transistorlar
1,1 millionga yetadi deb nima qilyapti ekan? So'rayapti ekan ushbu masalamizni shartida. Ushbu masalamiz shartida. Yaxshi. Demak, birinchi buni modelini topamiz, o'rniga qiymatlarni qo'yib, ya'ni hisob kitobini qilib, keyin nima qilsak bo'ladi? Bemalol ishlasak bo'ladi. Demak, boshlang'ich qiymati 275 mingda, bu yerda e'tibor bering, bizdan mana bu yerda so'ralayotgan narsa millionda. O'zimiz mana bunaqa payti modelni o'zimiz qurishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni bizda nimalar bor desa, eksponensial model bo'lyapti. Qayerdan bildim men buni eksponensial model bo'lishini? Ya'ni ko'rsatkichli funksiya ko'rinishi osilgan. Har 2 yilda nima bo'lyapti? 2 barobar oshyapti. E'tibor bering, yaxshi. Xo'p, initial valuesi buni qayerda desangiz, mana 275 ming uning boshlang'ich miqdori. Har 2 yilda 2 barobar, 2 barobar, 2 barobar nima qilib ketaveramiz? Oshirib ketaveramiz. Toki nimaga? Reach, erishmoq degan ma'noni anglatadi. 1,1 million tranzistor bo'lmagunicha nima qilaveramiz? Shu model bo'yicha hisoblayveramiz. Oradan necha yil o'tganini topib, shunga qarab nima qilar ekanmiz? Hisob kitobini amalga oshirar ekanmiz. Demak, hisob kitob qilishni boshladik. Ya'ni funksiyani modelini tuzishni boshladik. Demak, f at x, ya'ni o'sha tranzistorlarning sonini, hop, boshlang'ich qiymatimiz bizda 275 ming, 275 ming ko'paytirilgan. Qancha oshishi kerak? 2 barobar oshishi kerak. 2 darajasida qanchada oshadi desa, x taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni x o'rniga mana bu yerdagi narsa nima desa, mana bu x ning mahrajidagi narsa x taqsim 2. Nima uchun aynan x taqsim 2 bo'ldi desangiz, har 2 yilda oshadi desa x taqsim 2 yozamiz. Har 3 yilda oshadi desa x taqsim 3 yozamiz. Aylik har 10 yilda 2 barobar oshadi desa x taqsim 10 yozar ekanmiz. Pastdagi 2 esa necha barobar oshishi. Hozir bizning holatimizdagi mana bu double degan jumla mana shu 2 ni beryapti. Agar triple desa 3 barobar oshdi deymiz yoki 5 barobar oshdi desa, demak asos 5 bo'lar ekan. Mana shuni, mana shu ifoda funksiya qachon, ya'ni funksiyamiz f at x qachon 1,1 million degani, bu bizlar holatda 1,1 mingda 1,1 ming 1,1 ming ta bo'ladi. Qachon? X ning qanday qiymatida deyapti. Biz ana shuni x ni topishimiz kerak. Buning uchun ikkalovini tenglashtirib tenglamani yechib olamiz. 275 mingni ko'paytiramiz 2 darajasida x taqsim 2 ga. Mana shu model bo'yicha ushbu ifodani 1100 ga tenglashtiramiz. Kechirasizlar, 1,1 mingga. Mana bu yerda to'g'ri yozib qo'yay. 110 ming yozibman. 1,1 ming. 1,1 ming. Endi buni ishlaymiz. 3 dan 0 o'chiramiz. Bu yoqdan 3 dan 0 o'chiramiz. 1100 ni 275 ga nima qilishimiz kerak ekan? Bo'lishimiz kerak ekan. Unda 2 ning x taqsim 2 si teng necha bo'ladi? 1100 275 ga bo'lsak, 4 tasi 200 dan 800, 75 dan 4 tasi 300 qo'shsak 1100. Как раз 4 bo'lar ekan mana buning qiymati. 4 bu 2 ning kvadrati. Endi asoslarini tashlab yuborib, darajalarni o'zi tenglashtirsak ham bizda x taqsim 2 teng 2, x teng 4 degan nima? Ifoda qiymat paydo bo'ladi. Ya'ni 4 yildan so'ng tranzistorlarning umumiy miqdori 1,1 million bo'ladi deb nima qilamiz? Xulosa qilamiz. Endi savol, bizda necha yildan keyin ekanligini so'ramayapti. Nechanchi yilda ekanligini so'rayapti. Qaranglar, which of the following years, ya'ni mana bu ABCD kaltlardan quyidagilardan qaysi birida shunaqa hodisa yuz beradi deyapti. Bu hisob kitobi juda ham oson. Bizga nima kerak? Nechinchi yil boshlangani kerak? 1985-yil boshlangan ekan. Mana yozamiz. 1985-yil boshlangan. 4 yildan keyin umumiy miqdor 1,1 million bo'ladi. Hisoblasak 1989-yilga to'g'ri keladi. Va bu bizda B javobni ifodalaydi. O'ylaymanki, ushbu masalamizning yechimi sizlarga tushunarli bo'ldi. Berilgan holatga ko'ra birinchi eksponensial function, ya'ni kerakli modelni tuzib oldik. Model bo'yicha funksiyaning qiymati qachon 1,1 mingni qabul qilishini topib oldik. X teng 4 bo'lgan, ya'ni oradan 4 yil o'tgandan keyin model bo'yicha shu holat yuz berar ekan. Harakat 1985-yilda boshlangan bo'lsa, 1985 ga 4 ni qo'shdik. Natijada 1989-yilda shu holat yuz berishini aniqladik. Demak, masalamizning javobi B javob bo'ldi. Shunda agar mabodo bu hozir kalit shaklida keldi, bizdan ikki xil holatda so'rashi mumkin. Deylik, shu yerda ABCD kalitlari bo'lmagan ikkita narsani so'rashi mumkin. Nechanchi yilda shu hodisa yuz beradi deb so'raydi yoki necha yildan so'ng shu hodisa yuz beradi. Nechanchi yil ekanligini so'rasa, 1989 yozishimiz kerak javob yozishga. Necha yildan so'ng desa esa 4 degan javobni nima qilishimiz kerak? Yozishimiz kerak ekan. O'ylaymanki, masalamizning yechimi sizlarga ham tushunarli bo'ldi.
Mhm. Yaxshi, ustozlarimiz ham yaxshi faol. Mandan ham oldin ishlashyapti testlarni. Baraka topishsin. Fayllarni tashlab bersam bo'lar ekan. Kunni qaysidir bir qismida ko'rib, ichidagi savollarni nima qilib turardik, tahlil qilib turardik. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Ustozlarim. Xo'p, f at x teng, sizlarga ham to'liq ko'rsin. Navbatdagi funksiyamiz f at x teng 270 ko'paytirgan 0.1 x f at 0 so'rabdi. Bu juda ham oson ekan. Demak, shunchaki x o'rniga 0 qo'yib hisoblaymiz. 270 bo'ladi. Demak, bu D javob. D javob. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Navbatdagi masalamiz. Yana o'sha ko'rsatkichli funksiyaga oid bo'lgan model umumiy tavsiflangan qiymati ham berilgan. Biz faqat modeldan kerakli mazmunni tushunib olsak yetarli ekan. Demak, boshladik. Bizga berilayotgan modelga ko'ra funksiya 206 ko'paytirilgan 1,1034 darajasida x. Ushbu model dollarlar hisobidagi qiymatni ifodalaydi. Ma'lum bir bank akkauntning qachon desa, ma'lum bir yilning oxirida. Qachonga aytyaptiki, 1957-yildan nima 1972-yilgacha bo'lgan oraliqdagi bank hisob raqamidagi pulni ifodalaydi. Xo'p, x bu yerda nimani ifodalaydi desa, x aytyaptiki, x number of years, necha yil o'tganini ko'rsatadi. 1957 yildan buyon deb aytyapti. Va bizga bitta zo'r narsa bergan. Nima deyapti desa, f at 5 ning qiymati taqriban 243 bo'ladi deyapti. Ya'ni bizga yozyapti. F at 5 ning qiymati taqriban 243 bo'ladi va bu nima ma'noni anglatadi deb so'rayapti. Ya'ni bizga mana shu tenglikka ta'rif berishimizni, tafsir berishimizni nima qilyapti, so'rayapti. Endi buni o'tirib o'ylaymiz. 1957-yildan x o'rniga 5 qo'yilayotgan bo'lsa, demak necha yilga kelayotgan bo'ladi? 5 yildan keyin, ya'ni bu nechinchi yilga to'g'ri keladi? 1957 ga qo'shsak 5 ni 1962-yil to'g'ri kelar ekan. Bu degani o'sha bank hisob raqamida 1962-yil taqriban 243 dollar pul bo'ladi degan ma'noni nima qiladi, anglatadi. Ko'rishimiz kerak, qaysi javobda shu holat nima bo'lyapti, aks ettirilyapti. Demak, A javobda aytyapti. A value of the bank account, bank hisob raqamidagi pul taqribiy ravishda hisoblaganda 5 dollarga kattaroq bo'lyapti. 5 dollarga kattaroq bo'lyapti. Nima? 1962-yil 1957-yilga qaraganda deyapti. Yo'q, unaqa bo'lmayapti. Nimaga? Chunki 1957-yil boshida x teng 0 bo'lgan payt, mana men pastdan yozaman. 1952-yil bank akkauntda, haligi bank akkauntning hisob raqamini valuesi nima bo'lgan? 206 dollar bo'lgan. Bizda kechirasiz, 52 emas, 57-yil va 1962-yilda bu qiymat, ya'ni value'imiz necha chiqdi? 243 chiqdi. Bu 5 dollarga katta emas-da, endi qaranglar, orada necha dollar o'syapti bu. 37 dollar farq bor. Demak, A javobimiz xato javob ekan. B javobga o'tamiz. Xo'p, bank hisob raqamidagi 1962-yildagi taqribiy qiymat 243 dollarni tashkil qiladi deyapti. To'g'ri javob mana B javob bo'ldi. To'g'ri javobni biz topdik. C javobda aytyaptiki, 1957-yilga qaraganda 1962-yilda 5 barobar ko'proq bo'ladi deyapti. Bu degani boshida 206 dollar pul qo'ygan bo'lsang, 5 barobar ko'p puling ko'paygan bo'ladi 1962-yilda. Demak, bu javob ham xato javob. Xo'p, va bizga aytyapti 1957-yildan 1972-yillar oralig'ida nima bo'ladi? Har 5 yilda 243 dollarga oshish bo'ladi deyapti. Yo'q, har 5 yilda 243 dollarga oshish bo'lmaydi. Bu qanchaga oshish bo'ladi desa, mana shuni qiymati 1,034 ni, ya'ni 1,1034 ning 5-darajasini qo'ysak, har 5 yilda mana shuncha marta oshadi deyishimiz mumkin. Lekin aniq bir miqdorga oshadi deb aytib bo'lmaydi. Chunki u har safar boshlang'ich qiymatga qarab nima qilib boradi, o'zgarib boradi. Initial value ga bog'liq. Har 5 yillikning boshidagi qiymatga bog'liq. Demak, to'g'ri javobimiz bizda B javob ekan. O'ylaymanki, ushbu masalamizning ham yechimi sizlarga tushunarli bo'ldi, hurmatli ustozlar. Xo'p, chat qismiga ham bitta qarab qo'yaylik. B deb ustozlarimiz vaqtliroq yozishibdi. Rahmat e'tibor uchun. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Xo'p, bizga funksiya berilgan. Sal kichraytiramiz. Funksiya berilgan. Funksiya ko'rib turganingizdek, ko'rsatkichli funksiyada darrov
nima qilyapti? Oshib ketadigan, o'sib ketadigan funksiya holatiga kelyapti. Bu nimani ifodalaydi desa, y minglar hisobida berilgan shahar aholisining 2003-yildan x yil o'tganidan keyingi aholi sonini ifodalaydi. Bu degani 0 va 5 oralidagi qiymat qabul qilinsa, demak 2003-yildan 2008-yil oralidagi holat yuz beryapti. Bizga aytyapti, quyidagilardan qaysi biri x teng 0 hamda x teng 1 qiymat orasidagi o'sha populationning taqribiy qiymatlari orasida nima eng yaxshi ta'rifni beradi? Mana x teng 0 dan x teng 1 ga o'tguncha. Bu degani x teng 0 bo'lgan payt mana bu yerdagi qiymat mana. X teng 0 bo'lgan payt, ya'ni 2003-yil qiymat e'tibor beramiz. 2003-yil, bu degani hali x teng 0 bo'lgan paytda y ning qiymati qancha bo'lgan? Ya'ni aholi qancha bo'lgan desa, mana bu qiymat olamiz mana. Y oq bilan kesish nuqtasini olamiz. 6000. 6000. Mana 1000 degani uchun bizlar nima? Minglar hisobida oldik. Yaxshi. X teng 1 degani oradan 1 yil o'tdi. Ya'ni 2004-yilga keldik va endi aholimizning qiymati mana bu grafikka qarab aytamiz. Necha bu? Taqriban mana 9. 1.9 nuqtadan o'tyapti grafikimiz. Demak, necha barobar? Taqriban 9000 bo'ladi. Endi bizlardagi hamma kalitlarga e'tibor bergan bo'lsanglar, ikkita qiymat bir-biri bilan nima bilan solishtirilgan? Mana times kalit so'zi bilan, ya'ni necha barobar katta ekanligini ifodalovchi qiymat bilan solishtirgan. Endi mana shuning uchun buni o'ylayman. X teng 1 dagi qiymat x teng 0 dagi qiymatdan necha barobar katta? Ya'ni mana bu 9000 qiymati 6000 dan necha barobar katta? Uni bilish uchun 9000 ni bo'laman 6000 ga. Javob 1,5. Demak, x teng 0 dan x teng 1 ga o'tgunicha 1,5 barobar nima qilgan ekan? Oshgan ekan aholining miqdori. 1 yil ichida 1,5 barobarga nima qildi? Aholi miqdori oshibdi deymiz. Va bu bizda bejavobni ifodalar ekan. Mana bejavob. Ushbu masalamiz javob bejavob bo'ldi. Chat qismiga ham bir qarab qo'yaylik. Yaxshi. Menimcha masalani yechimi tushunarli bo'ldi hammaga. Oddiy holatda, demak, nima qilaveramiz? Holatni tushunib ketdik. Javobini tushundik. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Navbatdagi masalamiz ham kvadrat funksiyaga oid bo'lgan modelni ifodalovchi masala ekan. Bizga aytyapti. Xo'p, yuqoridagi funksiyada balandlik ifodalangan, ya'ni obyektning balandligi ifodalangan yerdan t sekunddan keyingi. Xo'p, va u tepaga to'g'riga nima qilinibdi? Mana bunday ma'noda, qaysidir ma'noda otib yuborilgan. Mana, ya'ni jism mana bunday holatda turibdi. Kelinglar shuni ox, y tekisligida tasvirlaganimizda mana bunaqa bo'ladi. Kelinglar mana bu h, mana bu ox o'qini t o'qi deb olamiz. Mana bu oy o'qini esa ht deymiz. Ya'ni jismning yerdan nimaligini, balandligini ifodalaymiz. Bizga aytyapti shu jism nima qilinganda, yuqoriga havoga otilganda mana shunday model bo'yicha nima qilinyapti? Harakatlanayotgan ekan. Bizlardan so'ralayotgan narsa, what does the number 72 represent in the function? Shu funksiyada 72 soni nimani ifodalaydi? Mana shu funksiyada 72 son, ya'ni mana bu berilgan 72 soni nimani ifodalaydi? Endi bilamiz, bu hech qanaqa yonida harfi yo'q son bizada ozod son hisoblanadi. Bu 72 ni hosil qilish uchun t ni o'rniga nima qo'yishimiz kerak? 0 qo'yishimiz kerak. Ya'ni t 0 bo'lganda h0 ning 72 ekanligini kelib chiqadi. Bu degani hali bu jism qo'yib yuborilmagan paytda u o'zi shundoq ham yerdan 72 fit balandlikda bo'lgan. Ya'ni bu jism yerdan pastdan qo'yib yuborilmagan. Mana bunday qaniydir bitta 72 fit balandlikdan qo'yib yuborilganda mana bunaqa balandlikdan qo'yib yuborildi. Keyin mana buni trayektoriya bo'yicha, misol uchun nima qilgan bo'lishi kerak? Harakatlangan bo'lishi kerak. Tushunarli? Demak, shu holatni nima qilamiz? Inobatga olamiz. Demak, ma'lum bir balandlikdan, deylik, qaniydir bir binoning tom qismidanmi yoki bir ma'lum bir minoradanmi yuqoriga otilgan ma'lum bir trayektoriyalar bor, o'sha shoxlari pastga qaragan parabola bo'lib harakatlangan. Demak, 72 nima ma'noni ifodalaydi? Bu bizlarda y interceptni ifodalaydi. Y intercept. Ya'ni javoblar orasidan qaysi biri shunga mos tushunib topamiz. Demak, A javobda aytyapti. Initial height in feet of object. Obyektning boshlang'ich balandligini ifodalaydi. To'g'ri javob mana shu ekan. Ya'ni mazmunan mana shu A javobda aytilgan jumlaga mos keluvchi qiymat 72 hisoblanadi. Ya'ni boshlang'ich holatda o'zi u t teng 0 paytda boshlang'ich 72 fit balandlikda bo'lgan. Xo'p, B javobda aytyapti. Maksimum height deyapti. Yo'q, maksimum height bizlarda mana B javobdagi mana bu nazarda tutilayotgan maksimum height mana bu yerda bo'lyapti. Ya'ni parabolaning uchini nazarda tutayotgan nuqtada bo'ladi.
Xo'p, initial speed deyapti. Ya'ni bu yerda boshlang'ich tezlik ma'nosida nima qilyapti, ketyapti. Keyingisida maksimum speed. Demak, bu yerda hech qanaqa tezlik haqida hech qanday gap yo'q. Faqat biz balandlik haqida nima qilyapmiz? Gaplashyapmiz. Yaxshi. Harakatlanish tezligi haqida gap ketayotgani yo'q. Agar mabodo siz bu jismni harakatini umumiy qandaydir ht, xt harakat tenglamasi, fizikadagi harakat tenglamasi bo'yicha olayotgan bo'lsangiz, unda mana bunaqa tezlik haqida, tezlanish haqida gapirsa bo'ladi. Esingizda bo'lsa, bizga jismning harakat tenglamasi berilgan bo'lsa, fizikada xt. Xo'p, harakat tenglamasidan olingan birinchi tartibli hosila jismning tezligini berar edi. Birinchi tezlikdan vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibli hosila esa jismning tezlanishini berar edi. Kimdir mana shunday fizik kattaliklar yoki fizik qonuniyatlardan xabardor bo'lsa, tezliklarni ham topsa bo'ladi, lekin hozir bu yerda u haqida bosh qotirishga hojat yo'q. Demak, to'g'ri javob A javob. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Navbatdagi masalamiz. Yaxshi. Xo'p, sizlarga to'liq ko'rinsin, keyin izohlashni, tushuntirishni nima qilishni boshlaymiz. Yaxshi. Xo'p, a model predicts bu taxmin qilmoq. Taxmin qilmoq. The population of Bergenning aholisi 2005-yilda initial value'imiz 15 mingta bo'lgan. Model aytadiki, nima bo'ladi desa, har yili for the next 5 years, ya'ni keyingi so'nggi 5 yil mobaynida, bu degani har 5 yillikda emas, ko'pchilikni chalg'itib qo'yadigan mana shu men qizil bilan yozaman. Mana bu yerga e'tibor bering. Mana shu keyingi 5 yillik degan mana shu jumla ko'pchilikni chalg'itadigan jumla va umuman sizga keraksiz bo'lgan jumla hisoblanadi. Nimaga? Bu shunchaki shu tekshiruv, tadqiqot, aholining sonining oshishi aynan ma'lum bir qonuniyatga ko'rish oshishi shu x kichik yoki teng 5, ya'ni so'nggi 5 yil ichida shunaqa qonuniyat bo'yicha ketishni anglatyapti. Bu har 5 yillikka aloqasi yo'q. Ya'ni bizda matematikada qanaqadir son berilgan bo'lsa, o'quvchilarimiz odatda shu berilgan sonlarning hammasini masalani yechishda ishlatishim kerak deb o'ylashadi. Vaholanki uni ishlatishimiz shart emas. Misol uchun, mana shu yerdagi 5 yil x kichik yoki teng 5 bizga umuman ham kerak emas hozir. Tushunarli? Lekin bular aniqlik uchun x ning qiymati deylik million, milliard bo'lib ketmasligiga nima urg'u berish uchun to'g'ri ma'lumotlarni, to'liq ma'lumotlarni berish uchun masala shartiga kiritilgan. Ammo yechimiga aloqasi yo'q. Shuni yaxshilab tushunib olamiz. Keyingisi aytyapti. Demak, bizlarga aytyapti, population P bu aholi sonining ko'payishi increased by 4%. Nimaga oshar ekan? 4% ga oshadi. 4% ga oshadi. Menga mana bu gap kerak. Xo'p, qachon 4% ga oshadi desa, previous year ga nisbatan, ya'ni har yili o'tgan yilgiga nisbatan 4% oshadi. Modelga ko'ra biz darrov o'zimiz nima qilib tashlasak bo'ladi? Modelni qurib tashlasak bo'ladi. Ketdik. P, bu yerda population, f(x) demaymiz, P deymiz. Bu ham teng. Boshlang'ich qiymat qancha bo'lgan? 15 ming bo'lgan. E'tibor bering, mana 2005-yilning boshida bo'ldi. Mana 2005 bizga shunchaki vaqtni anglatib turibdi xolos. Yaxshi. Xo'p, ko'paytirilgan. Endi model bo'yicha necha barobar oshishi kerak edi? O'zi model bo'yicha bu bizlar necha foizga oshishini emas, necha barobarga oshishini yozishimiz kerak. O'zi model bo'yicha bu 100% narsa bo'lgan. Unga 4% qo'shilyapti. Natijada u 104% ni tashkil qilishi anglatyapti. X bo'ladi taqsim har necha yilda, har yili o'zidan oldingi yiliga qaragan. Demak, har bir yilda o'zidan oldingi yildan qaragan. Demak, ushbu model 15 ming ko'paytirilgan 1,4 darajasida x ko'rinishidagi model bilan ifodalanadi va bu javob bizda nimani anglatayotgan? D javobni anglatadi. Va biz bittada to'g'ri javobni topdik. Va yana bizda ikkinchi usul bor. Men buni qizil ruchka bilan yozaman. Ikkinchi usul. Nima qilishimiz kerak edi? ABCD kaltlar o'rniga sonlar qo'yishimiz mumkin edi. Misol uchun, x teng 0 bo'lganda, ya'ni 2005-yildan hali hech qancha yil o'tmaganda, P ning qiymati 15 mingta bo'lishi kerak edi. Ya'ni 2005-yil 15 mingta boshlang'ich aholi bo'lgan. A javobga x o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, 0,96 chiqadi. A javob. Demak, A javob xato javob. B javobga x o'rniga 0 qo'ysam 1,4 chiqadi. Demak, bu ham nima javob? Xato javob. Aholining soni kansirli ham bo'lmaydi. Bu umuman mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Endi C javob hamda D javob x o'rniga 0 qo'ysangiz nima bo'lar ekan? Rostdan ham 15 ming chiqadi. Ikkovi ham xuddi to'g'ri javobni qabul qilishi mumkin. Ammo bir narsaga e'tibor bering. X o'rniga 1 qo'ysangiz o'zi darrov ma'lum bo'ladi. Keyingi safar x o'rniga 1 qo'ysak, demak, aholi avvalgi o'zidan oldingi yildan, ya'ni 15 mingga nisbatan 4% ga oshgan bo'lishi kerak. Ya'ni 1,4 ga oshgan bo'lishi kerak. Endi shunday ko'rsatkichli funksiyani ko'rgan odam darrov sezadi.
asos 0,1 oraliqda bo'lganda u kamayuvchi bo'ladi. Aholi soni ko'payishi kerak. Chunki bizlarda nima deyilgan? Increased deyilgan. 4% ga oshadi deyilgan. Bu yerda esa 4% ga kamayish hodisasi yuz beryapti. Demak, C javob ham o'z-o'zidan noto'g'ri javob bo'ladi va D javob to'g'ri javob sifatida nima qilinadi? Olib ketsangiz ham bo'laveradi. Modelni tutsangiz ham mayli. To'g'ri javoblari ichidan aniq to'g'ri javobni aniqlash uchun noto'g'ri javoblarni chiqarib tashlasangiz ham mayli. Har qanday usul bilan bo'lmasin, baribir masalani to'g'ri yechishingiz kerak. Xo'p, chat qismiga bitta qarab qo'yamiz. Qani nima gaplar? Ustozlarimiz mandan oldin javoblarni yozishyapti. Barakalloh. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Bunaqa tipdagi masalalardan juda ko'p ishladik sizlar bilan. Yana bitta xuddi shunga o'xshash masala keldi. To'g'rimi? Shunday. Yana xuddi shunga o'xshash masala keldi. 2005-yil 15. Ayni shu masalaning o'zginasi ekan. Shuning uchun bitta masala 2 marta keldi. Buning uchun takror yechib o'tirishimiz shart emas. Navbatdagi masalaga o'tib ketaveramiz. Mana bizda navbatdagi masala. Sizlarga ham to'liq ko'rinsin, keyin tushuntirishni boshlaymiz. The function n defines above the can be used to the model number of species os at various ocean depths D. Demak, D degan ma'noda bu depths chuqurlikni nazarda tutyapti. Mana depths degani chuqurlik. Misol uchun dengiz tubiga 100 metr chuqurlikka sho'ng'ida, 200 metr chuqurlikka sho'ng'ida va hokazolar ma'nosida kelyapti. Ammo D ning hisobi bu hundreds of meters. Bu degan D bizlarda nima? Yuzlar hisobidagi metrda beryapti. Misol uchun hozir menga D ni 1 bersa, mana shu juda muhim, qaranglar, e'tibor bering, javoblarga qarang. 1 bor, hamda 100 metr bor, 100 metr bor. Hozir menga D ni o'rniga 1 degan qiymatni olsam ham, men D ni 1 deb modelga qo'yganda D ga 1 qo'yaman. Lekin o'zim buni D ni tushunganimda D bu yuzlar hisobida ketyapti. Demak, misol uchun D ga 1 kelsa, 100 metr chuqurlikda deb nima qilishim kerak? Men bu narsani tahlil qilishim kerak bo'ladi. Qaranglar, bizda oddiy o'lchov birligi bilan ham hozir aldab qo'yishim mumkin. Demak, boshlang'ich holatda nima bo'lgan? Quyidagi model qaysi birini beradi deb bizlar desa, boshlang'ich holatda D teng 0 bo'lgan paytda, e'tibor bering, mana D teng 0 bo'lgan paytda qiymat 115 bo'lgan. N ning qiymati. D ni o'rniga 1 qiymat qo'yadigan bo'lsak, demak nima bo'lyapti bu? 100% lik narsa 0.9 bo'lib 10% kamayib qolyapti. Ya'ni N ning qiymati 115 ko'paytirish 0.9 bo'ldi. Bu degani 10% ga nima qilish bo'lyapti? Kamayish bo'lyapti. Demak, topishimiz kerak ekan. Qaysi biri? A javobda aytyapti. Chuqurlik 1 metrga oshganda deyapti, mana qaranglar. Increase, to'g'rimi? Oshganda, chuqurlik 1 metrga oshganda nima bo'lyapti? Mana bu 115 qiymatga kamayadi deyapti. 115 qiymatga kamaymayapti. O'zidan oldingi 1 metrlikka nisbatan 10% ga kamayayotgan bo'ladi. Demak, bu umuman ham noto'g'ri javob hisoblanadi. Shuning uchun A javob noto'g'ri deb olamiz. Ikkinchisi aytadi, chuqurlik 1 metrga oshgani sari bakteriyalarning soni 10% ga kamayadi dedi. Qaranglar, agar mobododir kimdir mana shu joyiga e'tibor bermasa, mana shu hundreds degan joyga e'tibor bermasa, shundoq B ni bosib yuboradi. Shundoq B kalti bosib yuboradi. Nimaga? Qaradi. D ning qiymati bittaga oshganda avvalgi qiymat 0.9 qismi saqlanib qoldi. Demak, 10% ga kamayapti. Shuni B ni bosib yuboradi. Oddiygina o'lchov birligi bizni tuzoqqa tushirdi. Ishlab biladigan misolimizni xato qildik. Mana shu hundreds dedimi? Demak, D ni o'rniga 1 qo'ygan bo'lsa, demak bizlarda nima bo'lmaydi? Bu 10% ga kamaymaydi. D ni nimada olishimiz kerak bizlarda? Yuzlar hisobida olishimiz kerak. Demak, bu degani chuqurlik har 100 metrga oshganda nima bo'lishi kerak? 10% ga kamayadigan javobni belgilashimiz kerak. Mana bu javobni belgilashimiz kerak. Hozir men buni bitta alohida qilib belgilab yozib olaman. Mana chuqurlik har 100 metrga oshganda nima bo'lar ekan bizlar hisobimizda? Mana bu 10% ga nima qilish kerak ekan? Kamayish kerak ekan. Shuning uchun to'g'ri javob sifatida D ni belgilaymiz. E'tibor bering. O'lchov birligi juda ham muhim ma'lumot hisoblanadi. Siz hozir D ni o'rniga 1 qo'yib, uning 10% kamayishini aniqladingiz. To'g'ri, lekin D ni o'rniga 1 qo'yib, uning 100 metrlik ekanligi esingizdan chiqmasin deb aytyapti. Demak, D 1 bo'lganda umumiy hisobda 100 metr chuqurlikka tushish haqida gap ketyapti. Ushbu masalamiz javobi D javob bo'ldi. Menimcha, buni hammaga tushunarli bo'ldi. O'lchov birliklarga juda hushyor bo'ling ustozlar. Hali unit conversation degan mavzuyimiz bor. O'sha mavzuda yana ham bunaqa tipdagi ayyor misollarimizga duch kelamiz, xudo xolasa. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Xo'p, navbatdagi masalamiz. Qani javobni yozib yuboringlar. ABCD qaysi kalit? Y interceptni so'rayapti.
Y intercept. Qani kim birinchi bo'lar ekan? Y intercept. X o'rniga 0 qo'yib hisoblaymiz. A javob 0 11. Barakalla. Xo'p, demak, y intercept x o'rniga 0 qo'yamiz. Ya'ni j 0 topamiz. Demak, 11 ko'paytirgan 1 taqsim 12 ning 0 darajasi, demak 11 bo'lar ekan. A javob. Bunaqa misollarni og'zaki ham yechib qo'yasizlar, faqat sal e'tibor bilan kimdir hafsala qilib nima qilish kerak, ishlash kerak. Yaxshi. Oson misollar bo'lsa ham tashlab ketmasdan vaqtingiz o'zi 10 yoki 20 soniya vaqtingiz ketadi. Tezlikka ishlash maqsadida ham nima qilishingiz kerak ekan? Ishlab o'tib ketishingizni maslahat beramiz. Navbatdagi misolga o'tamiz. Navbatdagi misolimiz. Yaqinda qaysidir bir practice testda mana shu savolni yechdik sizlar bilan. Yaqinda. Xo'p, bizdan nimani so'rayapti desa, x interceptning x koordinatasini nima qilyapti so'rayapti. Ya'ni men nima qilishim kerak? Javob yozishim kerak mana bu joyiga. Javob yozishim kerak. Xo'p, tenglama. Demak, bu funksiyamiz 3 ta ko'paytuvchiga ajraldi va 3 ta nuqtada nimasiga ega bo'ladi? Ox oqini kesib o'tadi. X teng 14 ta, x teng -5 ta hamda x teng -4 ta. Bu yerdan musbat manfiyligi haqida yoki eng katta eng kichikligi haqida gapirmagani uchun istalgan birini javob sifatida yozishingiz mumkin. Xohlasangiz 14 deb yozing. Bu ham to'g'ri hisoblanadi. Xohlasangiz -5 deb yozing. Bu ham to'g'ri hisoblanadi. Xohlasangiz -4 deb yozing. Bu ham to'g'ri hisoblanadi. Sizlardan iltimos o'sha bitta javoblar oynasiga istalgan bittasini yozing. Mana bunday qilishingiz mumkin emas. Mana misol uchun javoblar oynasiga 14 virgul -5 virgul -4 qilib mana bunday ko'rinishdagi javob yozmanglar. Mana bunday qilish mumkin emas. Tushunarli? Yoki ikkitasini yozish yoki ularni qo'shib yozib qo'yish yoki boshqa narsalar mumkin emas. Ixtiyoriy bittasini yozsangiz bo'ladi. Mana buni yozing, buni yozing, buni yozing, lekin hammasini qo'shib bitta joyga chiroyli qilib yozmang. Tushunarli? Istalgan bittasini yozishingiz o'zi yetarli bo'ladi. Menimcha bu holat tushundik. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Navbatdagi masalada. Xo'p, bu bizda model berilgan, biz modeldan ko'ra kerakli ma'lum bir qismni nima qilishimiz kerak, topishimiz kerak ekan. Ketdik. Bizlarda z array berilgan, ya'ni array berilgan, yuza berilgan, santimetr kvadratlarda rectangular painting, ya'ni to'g'ri-to'rtburchak shakldagi rasmni yuzasini ifodalovchi model. Bu w ko'paytirgan w plus 29 ifodalaydi. W bu yerda nimani ifodalayapti ekan? Width. O'sha to'g'ri-to'rtburchakning enini ifodalayapti. Biz bilamiz, rectangle mana bunday shaklda bo'ladi. Rectangle to'g'ri-to'rtburchak. To'g'ri-to'rtburchakning uzunligi bor, length bor, hamda uning kengligi bor, eni bor, width. To'g'rimi? Bizga aytyapti, width w bilan belgilangan. Length nima ekanligi noma'lum. Ammo umumiy arrayasi ham w ko'paytirgan w plus 29. Men bilaman, to'g'ri-to'rtburchakning yuzasini topishim, uni enini bo'yiga nima qilishimiz kerak? Ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni arrayani hisoblayotgan payti biza width ko'paytirish lengthni nima qilamiz? Ishlatamiz. Demak, ushbu tenglikdan shundoq ma'lum bo'ladi. Lengthning qiymati w plus 29 ga teng bo'lar ekan. Endi bizlardan so'rayapti. Which expression represents the length deyapti. Qaysi biri lengthni ifodalaydi deb so'rayapti bizdan. Masalan shartida aynan lengthni topishimiz kerak edi. Bu w plus 29 bo'ldi. Demak, bu bizda C javob. C javob. Xo'p, o'zi w qaranglar, with kalit so'zining bosh harfi, with so'zining bosh harfi bo'lib turibdi. Shuning uchun with ga uni bersak, bo'yi uzunligiga with plus 29 qiladi. Ya'ni uzunligi eniga nisbatan 29 santimetrga uzunroq ekanligini nima qiladi? Anglatadi. Endi qaranglar, agar shu yerda bizlardan so'rashi ham mumkin edi. Nima deyapti? What centimeter how misol uchun how much centimeter more of length of rectangular than it is width desa, bu degani to'g'ri-to'rtburchakning uzunligi uning eniga qaraganda qancha uzunroq deganda shuna bejavobni belgilab yuborardik. Bejavobni belgilab yuborardik. 29 ga uzunroq degan. Bizlar aynan lengthni so'ragani uchun width plus 29 bo'ldi. Qanchaga uzun desa 29 ga uzun deb nima aytgan bo'lardik. A javobda faqat width o'zi berilgan. Bu javobda uzunlik enidan qancha uzun ekanligi berilgan. C javobda uzunlik berilgan, D javobda esa umumiy yuza berilgan. Bizdan ehtimol shu yerda perimetrni ham so'rashi mumkin edi. Yana va hokazo va hokazo. O'ylaymanki, hammasi tushunarli bo'ldi. Navbatdagi masalaga o'tsak bo'ladi.
Navbatdagi masalamiz yana modelli masala. Yana modelli masala, ayniqsa iqtisodiy masala, doim o'sha bank akkauntga pul qo'yilib, qandaydir bir yildan keyin yoki qanchadir bir oydan keyin mana shunday ekanligini nima qilishimiz kerak ekan, haligi holatni topib olishimiz kerak ekan. Xo'p, e'tibor bering. Bizaga aytyapti, bizaga aytayotgan narsa. A company opens an account with initial balance $36,100. Demak, qaysidir bir kompaniya o'zining bankdagi hisob raqamini ochyapti. Mana kompaniya ochyapti. Hisob raqam with bilan nima bilan desa, boshlang'ich hisob balansi $36,100 bo'lgan hisob raqamni ochyapti. The account earns interest. Demak, bu nima? Doim qo'shimcha daromad omonat hisobiga yoki qandaydir foyda hisobiga nima qiladi? Pul yig'adi. No additional deposits, ya'ni qo'shimcha hech qanday yana boshqa mablag'lar kiritilmagan. Or withdrawals. Withdraw degan hisob raqamdan hech qanday pullar yechib ham olinmagan degan. Yaxshi. The account balance is a given in exponential function a. Bu balans eksponensial a funksiya orqali ifodalansa, t yildan keyinga ochilganidan keyin ushbu ularning qaysi biri shu holatni ifodalaydi deyapti. Demak, shundoq ham ma'lum, boshlang'ich t ning o'rniga 0 qo'yganimizda nima chiqishi kerak? 36,100 chiqishi kerak. Demak, b va c javoblar shundoqligi noto'g'ri ekanligi o'z-o'zidan ma'lum bo'lyapti. Ya'ni boshlang'ich qiymati bizlarda 36,100, 36,100 a va d javoblarda bo'lyapti. Endi e'tibor bering. 13 yildan keyin uning balansi $68,071 bergan. Bu degani qanchadir yildan keyin uning balansi ko'payyapti. Ya'ni pul kamaymayapti, pul doim oshyapti. Endi e'tibor bering. D kalitdagi mana bu holatga e'tibor bering. D kalitdagi mana bu modelga e'tibor bering. Shu oshadigan modelmi shu? Yo'q, bu kamayuvchi model. Demak, o'z-o'zidan D javobi ham xato bo'ladi va to'g'ri javob nima bo'lar ekan? A bo'lishi kerak ekan. Bizga hattoki mana bu 13 yildan keyin uning hisob raqamida puli $68,071, $68,071 bo'lib 93 sent qolishini o'zini aytishi ham shart emas. Chunki bizlar nima berib, biz zo'r ma'lumot berib qo'ygan. Qanaqa desa, the account earns interest. U nima qiladi desa, u doim foizlarni, pullarni yig'adi. Yig'ishga mo'ljallangan, ma'lum bir foiz hisobiga pullarni yig'ishga mo'ljallangan. Bu yoqda D javob o'zi shundan ham kamayuvchi. Mana C va D javoblar shundan ham kamayuvchi model hisoblanadi. Asos birdan kichkina bo'lgani uchun. Bittagina, demak, to'g'ri javobimiz A javob bo'lar ekan. Hech qanaqa hisob kitoblarga e'tibor bermasdan, faqat kerakli, muhim bo'lgan joylarga e'tibor beramizda to'g'ri javobni darrov osonlik bilan topib olamiz. O'ylaymanki, masalaning yechimi tushunarli bo'ldi. Bunaqa masalalarni juda ko'p ishlagan sizlar bilan eksponensial funksiyalar mavzusida. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Xo'p, bizda x hamda f at x ning bir qancha qiymatlari berilgan. X hamda f at x ning qiymatlari, bir qancha qiymatlari berilgan. Xo'p, quyidagilardan qaysi biri f ni ifodalashi mumkin? Demak, hammangizga mana quyidagilardan qaysi biri could define f deyapti. Hammangizga o'sha x hamda f at x lari o'zi ko'rinib turgan bo'lsa, men sizlardan shunchaki to'g'ri javobni kutsaman bo'laveradi. Shunchaki x o'rniga qiymat qo'yib, qaysi javob shuni qanoatlantirishini aniqlab bersangiz bo'ldi o'zi. Xo'p, javoblarni bitta ko'ramiz. Javoblarni ko'ramiz. Xo'p, D javob deyishyapti ustozlarim. To'g'ri, D javob bo'lar ekan. Demak, o'zlaringiz aytganlaringizdek ortiqcha izohga hojat yo'q. Shunchaki D javobni nima qilib yuboramiz? Belgilab yuboramiz. Shu o'zi bitta qiymatni qo'yganingizda o'zi tushungan bo'lsangiz kerak. Qanaqa? X o'rniga 0 qo'yganingizda javob 5 chiqishi kerak. Shu holatda turadi. X o'rniga 0 qo'yganingizda 5 javob chiqmagani uchun A javob hamda C javob bizda javoblar safidan chiqib ketadi. Endi e'tibor bering. Bizda qolyapti B javob hamda D javob. To'g'rimi? B javobda asos 2 bo'lgani uchun 2 darajasida x bo'lgani uchun o'suvchi modelni ifodalaydi. Bu esa 2 darajasida minus x, ya'ni 1/2 ning eksinchisi, mana 1/2 ning eksinchisini ifodalaydi. Bu kamayuvchi model. E'tibor bering, x ning qiymatlari oshgan sari f at x ning qiymatlari kamayib bormoqda. Demak, o'z-o'zidan kamayuvchi modelni tanlaymiz va bu D javob bo'ladi natijada. B javob ham o'suvchi model bo'lgani uchun inobatga olinmaydi. Barakalla ustozlarim. Demak, endi nima qilamiz? Bemalol keyingi masalaga o'taversak bo'ladi. Keyingi funksiyamiz. F at 1/4 ni so'ragan, sizdan yaqindagina qaysidir bir testda ishlagan savolimizda xuddi shu savol bor edi va bu savolni sizlardan biza nima qilib ketgandik? Ko'rib o'tib ketgan edik.
Buni javobi juda ham oson. O'rniga f 1/4 qo'yib hisoblaysizlar. Qavsichi 0 bo'lsa, demak javobimiz 11/4 bo'lar ekan. Javob mana shunaqa. Mana 11/4 shaklida yozib qoldirishingiz mumkin yoki 10 kasr shakliga o'tkazib 2,75 deb yozib qoldirsangiz ham, u ham to'g'ri javob hisoblanadi. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Xo'p. Bizga aytibdiki, a darajasidagi funksiya affektiv konstanta bo'lsa, sizlarga to'liq ko'rinsin. 19 ko'paytirilgan a darajasidagi funksiya j3 shunga teng bo'lsa, j4 ning qiymatini nima qiling debdi? Toping degan ekan. j4 ning qiymati. Demak, o'rniga qo'yib hisob kitoblarni amalga oshiramiz. Ya'ni j3 bu nima degan? Bu 19 ko'paytirilgan a ning kubi teng necha bo'lyapti? 2375 bo'lib turibdi. Hozir holatda a ning kubi 2375 bo'ldi. Demak, a ning kubini topadigan bo'lsak, necha chiqar ekan? 23 ichida 19 bir marta bor. To'g'rimi? Kelibdi. Bo'lish qo'ladi cho'rnak qilib 2375 ni bo'lamiz 19 ga. Bir marta beramiz. 19 47. 47 ning ichida 2 marta bor. 38 95 ning ichida 5 marta bor. Bo'ldi. Demak, bularning hammasi nima bo'lib ketar ekan? O'chirib tashlaymiz. 125 bo'lar ekan. 125 bo'ladi. Bundan a ning 5 ekanligi chiqadi. A ning 5 ekanligi chiqadi. Xo'p, bizdan j4 so'rayapti. O'rniga qo'yib hisoblasangiz 19 ko'paytirilgan 5 ning 4-darajasini hisoblasangiz ham bo'ladi. Lekin bizda uje mana bu qiymat uje allaqachon bizda hisoblanganligi uchun, ya'ni 2375 ekanligi hisoblangan-ku. Mana 19 ko'paytirilgan 5 ning kubi ko'paytirib shuni 5 ni birinchisi desak, mana bu qiymat allaqachon bizda bor. 2375 ekanligi. 2375 ekanligi. Shuni shunchaki 5 ga ko'paytirsak bo'ldi. Demak, 5 kere 5 25, 2 yodda 5 kere 7 35, 2 yoddagi bilan 37, 3 yodda 5 kere 3 15, 3 yoddagi bilan 18, 1 yodida 5 kere 2 10, 1 yoddagi bilan 11 bo'lar ekan. Demak, masalamiz javobi 11875. Javob yozadigan joyga 11875. Bu kabi misollar kelsa, darrov Desmos kalkulyatordan foydalanishingizni maslahat beramiz. Shunda misollaringiz tezroq chiqadi. Navbatdagi masalaga o'tsak ham bo'laveradi. Navbatdagi masalamiz. Xo'p. NX is round from the rooftop. Oho. Nega aynan uni tashlashga to'g'ri keldi ekan? Xo'p, rooftop birorta bir binoning tom qismi. Birorta bir binoning tom qismi. Ya'ni bizlar odatda nima deydi? Cherdak, balkon desak ham bo'laveradi. Mana rooftop mana qanaqa bo'ladi? Binoning eng oxirgi qavatidan keyin shifr tagida cherdak qismi bo'ladi, boloxona. Ana shu rooftop deb ataladi. Endi eng qizig'i shu yerdan tuxumlar tushib ketibdi. Endi ataylab tashlab yuborilmagandir, balki bexosdan tushib ketdi. Qanaqadir bir tuxum, ehtimol birorta bir qushniki, jonivorniki bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Shu tushib ketgan va o'sha uning yerdan balandligini, ya'ni h, bu yerda height of the eggs above the ground, yerdan balandligini ifodalaymiz. Bu degani o'sha tushib ketganidan throw, bu o'z aslida throw tashlab yubormoqdan ma'nosini anglatadi. T sekundda tashlab yuborilgandan keyin, T sekunddan keyin. Yaxshi. Bizdan so'rayotgan masala nima bo'lyapti desa, what is the height in meters? Qancha metr balandlikdan ular tashlab yuborilgan deb so'rayapti. E'tibor bering. Shu tuxumlar tashlab yuborilganda mana shunaqa kvadrat funksiyali modelga ko'ra yerdan balandligi ifodalanayotgan bo'lsa, qancha metr balandlikdan tashlab yuborilgan? Bu degani t teng 0 paytda, ya'ni u hali tashlab yuborilmagan paytda tuxumlar yerdan qancha balandlikda bo'lgan? 0 plus 0 plus 18. 18 metrlik balandlikdan nima qilib yuborgan? 18 feet balandlikdan tashlab yuborilgan ekan. Bo'ldi, masalamiz javobi 18 ekan. Juda ham oson. Tushunarli. Endi agar mabodo shu kaptok bo'lganda bizdan juda ko'p holatlar so'raydi. Necha sekunddan keyin ular yerdan eng maksimal balandlikka ega bo'ladi, yoki necha sekunddan keyin ular yerga kelib uriladi va hokazo va hokazo. Juda ko'p narsani so'rashi mumkin. Aynan so'ralgan narsaga javob berishga harakat qilamiz. Navbatdagi masalaga o'tsak ham bo'laveradi. Navbatdagi masalamiz. Xo'p, bizga aytyapti. N ning qanday qiymatida? What is the value of n? N ning qanday qiymatida? Xo'p, Pn 56 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu degani Pn o'rniga 56 qo'yib,
Bu degani 7 n kubni 56 ga tenglashtiramiz. N kub teng 8, n teng 2 da shu holat yuz berar ekan. Ajoyib. Bunaqa biladigan misollaringizda darrov tezgina ishlab o'tib ketaveramiz. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Yaxshi. Xo'p, yana eksponensial modellik ma'lum bir restoranning nimasi employees ishchilari soni nima qilinyapti? Ifodalaydi, ishchilari sonini ifodalaydigan model kelyapti. Mana restoranning employeelari ishchilari sonini ifodalaydigan number of employees, employee bu ishchi degani. Ishchilari sonini ifodalaydigan model kelyapti. Bu degani T number of years since the restaurant opened. T bu restoran ochilgandan buyon necha yil o'tganini ifodalaydi. Shu modelda 5 ga eng yaxshi ta'rifni ayting deyapti. 5 ga eng yaxshi ta'rifni ayting deyapti. Xo'p, qaysi javob ekanligini o'zlaringizdan endi eshitamiz ustozlarim, chunki bunaqa modellarni juda ko'p ishladik. Demak, to'g'ri javob nima qilsangiz o'zlaringizdan eshitgan bo'ladi. Demak, javob aytyaptilar. C javob degan variant kelyapti. Number of years the restaurant has been opened. Yo'q. Bu degani restoran ochilgandan keyingi yillar soni deyapti. Yo'q, yo'q. Yillar soni emas. E'tibor bering. Xo'p, qaysi javob bo'ladi bizda? Kalit. A javobda aytyapti. Estimated number of employees when the restaurant opened. A javob. Ana endi to'g'ri javob topdinglar ustozlarim, barakalla. Mana shu. Aynan shu. Ana shu A javobda to'g'ri ta'rif turgan bo'lsa, bu ishimiz tez bitadi. Qancha oldinroqdagi ta'riflarda ABCDlardan qancha teparoqda yaxshi ta'rif turgan bo'lsa, to'g'ri javob turgan bo'lsa, biz ishimiz shuncha tez bitadi. Demak, A javobda aytyapti. Restoran bo'lganda ochilganda, ya'ni teteng 0 bo'lgan payti o'zi dastlabki 5 ta ishchisi bilan ochilgan shu restoran. Sezgan bo'lsangiz, har yili ishchilari soni 80% ga oshyapti o'tgan yildagiga nisbatan. Ya'ni 1.8 ga ko'payayotganimizdan aytyapman. Demak, to'g'ri javob A javob. Navbatdagi misolga o'tsak bo'ladi. Menimcha bu yerda ortiqcha gapga hojat qolmadi. Xo'p, B javobga ham bitta izoh bersangiz bo'lar ekan. Demak, har yili ishchilari necha barobar oshishini anglatyapti, deyaptilar. Demak, 1.8 ni so'ragan dedi. 1.8 ni ta'rifini bergansa, har yili ishchilari 1.8 barobar o'zidan oldingi yilga nisbatan oshishini anglatadi degan bo'lar edi. Yaxshi. Xo'p, D javobda aytilyapti. Foiz hisobida oshishini beradi har yili ishchilarning deyapti. Agar bu foiz hisobida oshish bo'lganda edi, ya'ni D javobni tavsiflayotgan bo'lsak, bu savolning javobi 80 bo'lishi kerak. Ya'ni 80 so'ralsa, har yili ishchilar avvalgi yildagiga nisbatan 80% ga oshayotganini anglatib turar edi. Yaxshi. Ya'ni qolgan kalitlarni ham to'g'ri bo'ladigan holatlarni tavsiflab ketishga harakat qildik, tushuntirib ketishga harakat qildik. Yaxshi. Bu misolni yetgandik o'rtoqlar. Agar bugun ham ishlasam, 3-chi yoki 4-chi marta ishlagan bo'laman bu misolni. Shuning uchun o'zingizlarga vazifa sifatida qoldiraman. Xo'p, mana bunga e'tibor beramiz. Qani, bitta yaxshi. Bizlar nima qilishimiz kerak ekan? Berilgan yozuvlardan foydalanib bir jumla tuzishimiz kerak yoki tenglama tuzishimiz kerak. O'sha tenglamani x ni nima qilishimiz kerak? Topishimiz kerak. Aytyapti. The product, ya'ni ko'paytma. Nimaning ko'paytmasi? Positive x number, ya'ni musbat x soni hamda the number z is 80 more than x, ya'ni x dan 8 ga katta bo'lgan sonning ko'paytmasi x plus 8, shularning ko'paytmasi nima deyapti? 180 deb nima qilyapti? Aytyapti, x ning qiymatini toping. Endi bu juda oson. Men hozir 180 ni mana bunda yozaman. 10 ko'paytirilgan 10 plus 8 shaklida yozsam, x ning 10 ekanligi darrov o'z-o'zidan nima bo'ladi? Ma'lum bo'ladi. To'g'ri javob demak bizda B javob. Chunki x ning qiymatini so'rayapti. Juda ham yaxshi, juda ham zo'r masala ekan. Siz faqat berilgan gaplardan o'zingiz ifoda tuzib olishingiz kerak. Ya'ni tenglama tuzib olib, keyin o'sha tenglamani yechish kerak. Xolos. Navbatdagi masalaga o'tamiz, ustozlarim. Navbatdagi masalamiz sizlarga to'liq ko'rinsin, keyin ishlashni boshlaymiz. Xo'p, bu masalamizda bizga funksiyaning umumiy ko'rinishi berilgan va menda quyidagilardan qaysi biri x intercept bo'lmaydi deb so'rayapti. Qaranglar, odatda x interceptni o'zini so'rardi. Endi bu yerda not an expert, bu degani not so'zini tarjimasi bu emas degan ma'noni anglatadi, ya'ni inkorni anglatadi. Quyidagi nuqtalardan qaysi biri x intercept emas, ya'ni shu funksiyaning x o'qini kesish nuqtasi emas deb so'rayapti. To'g'ri javobni sizlardan kutamiz.
To'g'ri javobni sizlardan kutamiz. To'g'ri javob B javob deb aytishyapti. To'ppa-to'g'ri. Demak, ushbu masalaning javobi B javob. Demak, ortiqcha savolga izohga hojat yo'q. A javob -4 0, C javob 1 0, D javob 3/2 0 nuqtalar, X interseptlar hisoblanadi. Demak, bittagina B javob noto'g'ri javob edi. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Xo'p, funksiya berilgan. Funksiya berilgan va quyidagilardan qaysi bir f at x plus 5, ya'ni shu funksiyaning grafigi 5 birlik yuqoriga ko'tarilgan grafik ekanligini topishimiz kerak. Bu shifting, ya'ni siljitishga oid bo'lgan masala ekan. Shu siljitishga oid bo'lgan masaladan ixtiyoriy bitta nuqtani olamiz. Misol uchun, mana shu yerda men 9.1 nuqtani oldim. Bu y teng f at x ning grafikidan olingan. Mendan so'ralayotgan y teng f at x plus 5 funksiyaning grafigi qayerda bo'ladi desa, bunga 5 birlik yuqoriga ko'tariladi. Ya'ni menga kerak 9.6 nuqtadan o'tadigan funksiyaning nimasi kerak ekan menga? Grafiki kerak ekan. Hozir grafiklarni, ya'ni ABCD kaltlarni ko'rib chiqaman. Qani qaysi biri 9.6 dan o'tar ekan. Xo'p, ko'rib chiqamiz. A javob 9.6 dan o'tyaptimi? Yo'q, 9-4 dan o'tyapti. Demak, A javob mutlaqo xato javob bo'lar ekan. Chunki mana bu 9 -4. Bizga bu javob kerak emas. 9.6 lik javob kerak bizga. B javobga e'tibor beramiz. 9 juda birdan ham kichkina qiymatdan o'tyapti. Demak, bu ham noto'g'ri. Mana e'tibor bering, 9 bilmadim endi 1/3mi bu, 1/2mi? Juda kichkina javobdan o'tyapti, nuqtadan olyapti. C javob 9 1/2lar atrofida, mana 9 3/2lar atrofidagi qiymat. Demak, C javob ham mutlaqo xato javob hisoblanadi. Endi D javobga kelsak, mana bu 9 mana aynan mana shu 6 ni to'g'risida turibdi, mana 9 ni to'g'risida turgani uchun, demak, mana shu D javob bizda to'g'ri javob hisoblanadi. Shunchaki grafikka qarab bir nuqtani tanlaysiz, o'ngga, chapga, tepaga, pastga siljitilganda o'sha nuqtaning koordinatasi, yangi koordinatasi necha bo'lardi deb uni topib, yangi koordinatani orqali o'tuvchi grafikni nima qilishingiz kerak? Tanlab topib bersangiz bo'ldi. O'ylaymanki, yechim tushunarli bo'ldi. Demak, nima qilamiz? Navbatdagi masalaga o'tib ketaveramiz. Xo'p, bu misolning javobini endi aytmasanglar bo'lmaydi ustozlar. Chunki boyagina shunaqa masala ishlatdik. U ma'lum bir balandlikdan tashlandi, tuxumlar ruftopdan tashlandi dedik. Bu shunaqa masalalar uchinchisi bizda. D javob degan javobni aytishyapti ustozlarimiz darrov bir ovozdan. Demak, albatta bu to'g'ri javob. Nimaga? Nima so'rayapti? Model qandaydir bir kvadrat funksiyani modelini ifodalaydi. Jismning yerdan balandligi bo'yicha mana so'rayapti. Which number of represents in height from which the object was kicked. Demak, obyekt o'sha nima tashlab yuborilgan, kick qilingan yoki o'sha bu yerda kick tepib yubormoq o'z aslida kick tepmoq degani. Tepmoq ma'nosini anglatadi. Hop, platformaning yuqorisidan nimadir bexos. Kimnidir oyog'i tegganmi, bir narsa tushib ketgan. O'sha tepib yuborgan bexosdan o'shaning qancha balandlikda tepib yuborilgan deb so'rayapti. T o'rniga 0 qo'yamiz xolos. Demak, T teng 0, H teng 9 va siz aytganingizdek D javob to'g'ri javob bo'ladi. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Aha. Xo'p, ana endi buni nima qilishimiz kerak ekan? Birgalashib, yaxshilab, o'ylab, modelni tuzib ishlashimiz kerak. Keling, shu masalani o'zingizlarga ishlash uchun 30 soniya vaqt beraman. Qani qaysi javob topasizlar? O'zingizlar model tuzib, o'zingizlar o'sha 15 soatdan keyin qancha bo'lar ekan deb bitta nima qilib bersangiz bo'ldi, aniqlab bersangiz bo'ldi. Men chat qismiga qarab turaman. Xo'p, yangi masalamiz uchun. Xo'p, yangi masalamiz, mana shu masalamiz javobi. D javob deyotgan ustozlarimiz bor. Bundan oldingi masalaning javobimi bu yoki shuni javobimi? Yangi masalamiz javob, mana shu masalaning javobiga e'tibor berib ko'ringlar. Yana 10 soniya keyin ishlashni boshlaymiz.
ustozimiz allaqachon D javob deb aytyaptilar. Yangi masalamiz javobi va bu to'g'ri javob edi. Birgalashib shuni nima qilamiz, ko'ramiz. Demak, yana eksponensial function ko'rinishidagi masalalarimiz, modellarimiz shunga tushadi. Demak, bizda nima bor desa, initial value, ya'ni boshlang'ich qiymat bor. 300 ming, e'tibor bering, bu 300 butun emas, 300 ming nima bor? Boshlang'ich qiymatda bu yerda cell, hujayra yoki qanaqadir yacheyka yoki hujayra deb tarjima qilsangiz bo'ladi. Yaxshi. Va ularning miqdori qaranglar, doubles oshadi, 2 barobar oshadi. Qachon? Har 3 soatda. Ana bu model juda chiroyli model chiqadi. Ya'ni funksiyamizni nimasi? Bizda nima bor bu yerda esa soni yacheykalar. Kelinglar, C harf bilan belgilaymiz yoki F harf bilan belgilaymiz. Demak, f at x boshlang'ich qiymati qancha? 300 ming. Qanchaga oshishi kerak? 2 barobar oshishi kerak. Xo'p, x taqsim qancha vaqtda oshishi kerak? Ya'ni har qancha vaqtda oshishi kerak? Har 3 soatda. Shuning uchun x taqsim 3 bo'ldi. 2 barobarga oshadi har 3 soatda. Demak, boshlang'ich 300 ming qiymatda. Bizga aytyapti, 15 soatdan keyin qancha bo'ladi bu yerda hujayralar soni deyapti. X o'rniga 15 qo'yamiz. Ya'ni f at 15 ni topishimiz kerak. Bu degani 300 ming ko'paytirilgan 2 darajasida 15 taqsim 3. Bu degani 15 taqsim 3 bizlarda 5 ni beradi. Bu degani 300 mingni 2 ning 5-darajasi 32 ga ko'paytsak 9 million 600 ming bo'lar ekan. Va sizlar aytganingizdek, bu to'g'ri javob edi. D javob to'g'ri javob ekan. Demak, hammasi joyida. Qaysidir ma'noda sizlarga tushunarli bo'lyapti degan bir xulosa chiqarishim mumkin deb o'ylayapman o'zimcha. Demak, shu tempda davom etamiz. Mana masala. Endi javobini aytmasanglar bo'lmaydi. Yaxshilab o'qib chiqaman. Qani? Xo'p, m bu yerda predicted body massni beryapti. Ya'ni m funksiyada berilgan narsa taxminiy tana massasini ifodalaydi. Xo'p, kilogramlar hisobida qaysiki certain animal days after it was born is wildlife reverse. Bu degani u o'zini bitta hayvon tug'ilganidan keyin nima ekan? Kundan keyingi nimasini og'irligini ifodalayapti kilogramlarda deyapti. Bizga aytyapti m 330, men yozaman mana bu yerga mana. M 330 to'g'rimi? Teng taqriban 362. Shu nima ma'noni anglatadi deyapti. Qani chat qismidan ko'raylikchi, kimda qanaqa javoblar bor. Xo'p, bejavob deb aytyapti ustozlarim, bejavob deyishyapti. Yaxshi, to'g'ri. Demak, bu masalamiz javob haqiqatan ham bejavob ekan. Bu degani bu yerda time kunlar sonini ifodalayapti. Bu degani tug'ilganidan 330 kun bo'lganidan so'ng nima bo'lyapti? Uning taqribiy og'irligi, taxminiy og'irligi 362 kilogrammni nima qiladi? Tashkil qiladi deb aytyapti. Ya'ni mana bu yerdagi t taqsim 7 ni sizni chaqirganidan xursandman. Nimaga? Chunki biz t ni nima qilishi, kvadratga oshiradimi, 7 ga bo'ladimi, ayiradimi, qo'shadimi qiziqtirmaydi. Bizlar mana m ning ichiga argument sifatida 330 kiryaptimi? Demak, t sifatida 330 olamiz. Mana shu t bizga kerak bo'lgan qiymat. Xo'p, endi 330 kunni olishimiz kerak. Mana tepada A javobda agar sal e'tibor bermasangiz chalg'itib yuboradi. 330 kilo bo'ladi, 362 kundan keyin deb yuboradi. Demak, to'g'ri javob B javob. Tabriklayman. Bu to'g'ri javob edi. Demak, navbatdagi masalamiz. Yana to'rtburchakka oid bo'lgan masala. Boyagidek masala kelyapti. Lengthni ifodalash kerak. To'g'ri javobni sizlardan kutsak bo'ladi. Darrov shunchaki qarab o'qib, og'zaki javobni aytib qo'yadigan masalalar. Xo'p, D javob deb javob berishyapti ustozlarimiz. Ha, bu to'g'ri javob. Demak, to'rtburchak shaklidagi jism. Xo'p, yuzasi bitta tomoni eni width bilan, W bilan belgilanadi, bosh harfi bilan. Demak, length qismi nimaga teng bo'ladi desa, width plus 9 dan ifodalanadi va bu D javob ekan. Navbatdagi masalaga bemalol o'tsak bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi so'zlarni nima qilishimiz shart emas. Hammasini tarjima qilib, ma'nolarini tushunib tashlashimiz shart emas.
mazmunini nima qilsangiz bo'ldi, bemalol tushunsangiz bo'ldi. Bu shiftni qilishga bo'lgan masalaga keldik. Endi buni aytishlar. Xudo yaxshilab o'ylab ko'rib, hisob-kitob qilib, bizda nima bo'lyapti desa, y teng berilgan f(x) funksiyamiz bor. Biz buni nima qilyapmiz desa, translate, ya'ni shift qilyapmiz. 3 birlik pastga va 4 birlik to right, yuqoriga. Ya'ni 4 birlik o'ngga, 3 birlik pastga siljityapmiz. Boya xuddi shunga o'xshagan bir holatni nima qilib berdim, tushuntirib berdim. Natijada y teng g(x) ning grafigi nima qilyapti? Hosil bo'lyapti. Quyidagilardan qaysi biri g(x) bo'lishi mumkin deyapti. E'tibor bering, kalklarning hammasida g(x) ning ko'rinishi nima qilingan, so'ralgan. Xo'p, to'g'ri javoblarni kutamiz endi. Sizlardan? Xo'p, B javob degan javoblar kelyapti ustozlarimizdan. Demak, hozir birgalashib ishlaymiz va to'g'ri javobni nima qilib olamiz, bilib olamiz. Katta ehtimollik bilan to'g'ri aytyapsizlar, hurmatli ustozlarim. Xo'p, demak, g(x) ning qiymati, demak, f(x) ning qiymatini 4 birlik o'ngga siljitsak, bu f(x) minus 4 ni anglatadi. 3 birlik pastga siljitsak, undan 3 ni ayirishimizni anglatadi. O'rniga keltirib qo'yamiz. f(x) bu a minus 19 ta x edi. Endi shuni o'rniga x minus 4 qo'yamiz va qo'shuv 5 bu funksiyani o'zidan ayirish 3. Buni soddalashtirsak a minus 19 taqsim x minus 4 plus 2 bo'lar ekan va sizlar aytganingiz kabi bu plus emas, 19. Va sizlar aytganingiz kabi ushbu masalaning javobi B javob bo'lar ekan. Barakalla ustozlarim. Navbatdagi masalaga bemalol nima qilsak bo'ladi? O'tsak bo'ladi. Bundan buyoqdagi misollardan faqat sizlardan shu javoblarni so'rab turaman shekilli. Xo'p, sizlarga ham to'liq ko'rindi deb o'ylayman ushbu masalamiz. Demak, boshlang'ich qiymatimiz 1998-yil hayvonlarning soni 2000 ta bo'lgan. 2010-yilgacha har yili nima bo'lgan? 3% dan previous yearga nisbatan oshgan va o'sha x bu yerda nima? 1998-yildan keyingi nimalarni sonini beradi, yillar sonini beradi. Qaysi model ushbu holatni nima qilyapti, ifodalayapti degan masala bo'lyapti. Xo'p, sizlardan to'g'ri javob kutamiz. Xo'p, C javob qatorasiga barcha ustozlarimiz to'g'ri javob berishyapti. Albatta. Demak, hammasida boshlang'ich qiymat 2000, kaltlarga e'tibor bering. Hammasida boshlang'ich qiymat 2000 va bizlarga 3% oshish bu 103% ni beradi. Bu 1,3 degani va o'z-o'zidan C javob to'g'ri javob bo'ladi. Bunaqa misollarni shuna qarab, hech qanaqa o'qimasdan, nima deydi, batafsil tarjima qilmasdan kerakli joylariga e'tibor berib, mana bu yashil bilan belgilab ketyapman asosiy joylarini. Shundan kelib chiqib modelni topib ishlatib ketaversangiz bo'ladi. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Xo'p, bu yerda nima deyapmiz? Xo'p, kerakli joylarni belgilaymiz. Xo'p, Avstraliyada 1786-yilda oldin nima? 1788-yildan oldin nimalar bo'lmagan ekan. 1786-yildan oldin Jack Rabbitlar bo'lmagan ekan. Rabbit o'zi aslida quyon, qanaqadir bir quyonlarning bir turi ekan. 1786-yilda Avstriya 1788-yildan oldin Avstraliyada bo'lgan, ya'ni yo'q bo'lgan Jack Rabbitlar bo'lmagan. Shunda ular nima qilishdi? Qachonki ular nima qilgan? Bu yerga introduce o'sha 24 ta o'sha Jack Rabbit olib kelishgan. Qana olib kelingan, boshqa bir joydan nima qilingan, olib kelingandir va hokazo. Demak, boshida o'zlari, ya'ni bulardan tashqari o'sha 24 ta Jack Rabbitdan tashqari boshqa bo'lmagan deb tushunsak, tarjima qilsak yaxshiroq bo'ladi. Bu degani boshlang'ich qiymat 24. Initial value'miz 24. Init value qo'yaman qisqartirib. Demak, bu bizga nima beradi? 24 ni beradi. Va bizga aytyapti, 1920-yilga borib Jack Rabbitlarning soni 10 billionga yetishdi. Ustozlarim, millionni ko'rganmiz. Mana bu billion, bizlarda billion deyiladi. Bu o'zbekchada milliard degani. Billion, milliard. Milliard. Inglizchada billion deyiladi. Yaxshi. Xo'p, if the population had grows exponentially, agar bu o'sish eksponensial tarzda bo'lsa, bu yerda grows degani o'sish ma'nosida kelyapti. Population, o'sha ko'payishning o'sishi would respond to 16,2% increase bo'lyapti. Qanchaga oshayotgani, average o'rtacha each year, har yili shuncha foizga nima qilyapti? O'sish bo'lyapti. Har yili.
Yaxshi. Qaysi biri eng yaxshi model hisoblanadi 1788-yildan keyin deyapti. Menimcha to'g'ri javob o'zlaringiz bittada topib qo'ydinglar-ku. Qani, qaysi javob ekan? Yoki bu eski masalaning javobini yozyapsizlarmi yo yangi masalaning javobini yozyapsizlarmi? Menimcha hozirgina yozilgan, chunki 22:05 da yozilgan. Bu C javob deb. Mendan oldin o'sha allaqachon javoblarni yozishyapti. Yangi masalaning javobini yozyapmiz ustoz deyishdi. Demak, bu masalamizni javobi ham oldingi masalaning javobi kabi nima bo'lar ekan? C javob bo'lar ekan. Bu yerda ham to'g'ri javob beryapsizlar. Demak, boshlang'ich qiymat bor. Mana e'tibor beramiz. 24 to'g'ri javobga e'tibor beramiz. 16,2% ga oshsa, demak bu 116,2% bo'ladi. Mana u t baravar eksponensial tarzda oshayotgani uchun t darajaga yoziladi va bizda C javobi to'g'ri javobni beradi. To'g'ri ustozlarim, menimcha ortiqcha izohga tushuntirishga hojat qolmadi. Hammasi joyida. Navbatdagi misolga bemalol o'tsak bo'ladi. Xo'p, bu faylda 80 dan ziyod masalalarimiz bor. Bu faylda 80 dan ziyod masalalarimiz bor va biz nima qilishimiz kerak? Ularni hozir dars mobaynida ulgurganimizcha ishlaymiz. Qolganlari alohida vazifa beriladi. Medium tipdagi masalalar, hard tipdagi masalalar bulardan ham juda ham qiziqroq hisoblanadi. Ketdik. To'g'ri to'rtburchakning uzunligi n dan 15 barobar ko'p deb aytyapti mana. Length z 15 times it is width. Uning uzunligi uning n dan 15 barobar ko'p. Yaxshi. Bizdagi funksiyamiz 15 w ko'paytirish w represents the situation. O'zi 15w ni w ga ko'paytsak bu nimani beradi desa, ushbu funksiya berilgan rectanglening yuzasini ifodalaydigan model hisoblanadi. Bizdan so'rayapti, shu model bo'yicha 15y ning eng yaxshi ta'rifini ayting debdi. Demak, to'g'ri javob. Ustozlarim allaqachon javoblarni yozib bo'lishdi. Bizda A javob. Bitta ustozimiz A javob yozibdi, bittasi D deyishdi. Bu masalaning javobi A javob bo'ladi, chunki 15w so'ralyapti. E'tibor bering, 15w so'ralyapti. Demak, masalamiz javobi nima bo'ladi? A javob bo'ladi. Mana chat qismini ko'rib turay. Xo'p, demak, A javobda aytyapti. The length of the rectangle in feet. Haqiqatdan ham bizdan 15, bu ruchka bilan yoza qolay, qora ruchka bilan. Agar bizdan 15w ning ta'rifini, ya'ni describe qilishini so'rashsa, demak, A javobni belgilaymiz. Demak, masalamiz javobi hozir A javob bo'ladi. B javobda aytyapti. Area of the rectangle in square height. Agar bizdan mana bu y ning ta'rifini so'raganda yoki boya aytganimdek 15w ko'paytirish w ning ta'rifini so'rashganida edi, B javob to'g'ri bo'lardi. C javobda aytyapti. Difference between length and its width deyapti. Between length hamda width orasidagi farq, difference, farq deb tarjima qiladi. 15w dan w ni ayirsak, 14w ning ta'rifini so'raganda C javob to'g'ri bo'lgan bo'lardi. Agar w ni javobini so'raganda esa D javob to'g'ri bo'lgan bo'lar edi. Demak, bemalol A javobni to'g'ri javob sifatida qabul qilishimiz mumkin. O'ylaymanki, hammaga ushbu masalaning yechimi tushunarli bo'ldi. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Xo'p, funksiyaning eng kichkina qiymatini toping debdi. Kvadrat funksiya ekan, eng kichkina qiymatini topish menimcha sizlarga umuman muammo tug'dirmaydi. Qani ko'raylikchi, qaysi javob ekan? O'zlaringizdan eshitamiz javobni. Xudo xolasa. Funksiyaning eng kichik qiymatini so'rayapti. Minimum value of the function. Minimum value of the function. C javob deb javob berdilar bitta ustozimiz. Ustozim, sizni juda aldab qo'ydi, ishorasi aldab qo'ydi sizni. Qaranglar, 57 chap tomonda turibdi. 57 ni o'ng tomonga olib o'tishimiz kerak. Mana e'tibor bering, px ni oshkor ravishda bersa bo'ladi, lekin 57 ni chap tomonga olib qo'ygan. Demak, 57 ni o'ng tomonga olib o'tsak, pximiz nima bo'lar ekan? X kvadrat minus 57 bo'lar ekan. Bu parabola uchun 0 u minus 7 nuqtada bo'lgan shoxlari yuqoriga qaragan kvadrat funksiya. Eng kichkina qiymatini y0 sifatida qabul qiladi. Demak, bu p ning minimum qiymati necha bo'lar ekan? Minus 57 bo'lar ekan. Ya'ni x teng 0 bo'lganda p minimumga erishadi, u minus 57 bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob B javob. Ishoraga juda ham hushyor bo'lamiz. Yaxshi. Hammanglarga reaksiya uchun alohida rahmat. Xo'p, navbatdagi masalaga o'tamiz. Yana bitta kvadrat funksiyalik shoxlar parabolalik model ifodalayapti. Endi bu yerda ham yana javobni o'zlaringiz menga aytadi. Biz holatni ko'ramiz. Qaranglar, nima bo'lyapti?
A physics class in a planning experiment about the toy rocket. Demak, qanaqadir bu o'yinchoq ustida fizika darsida tajriba o'tkazish rejalashtirilyapti va mana bunaqa model bo'yicha y balandlikni ifodalayapti, x sekundlar sonini ifodalayapti. To'yni roket qilgandagi necha sekunddan keyin havodagi holatda vaqtni ifodalayapti. Xullas, x vaqt ma'nosini, y balandlik ma'nosini anglatyapti. What is the best interpretation? Vertex on the graph. Qaranglar, vertex bu parabolaning uchi. Vertex parabolaning uchi. Parabolamiz uchini topamiz birinchi. Kelar, vertex topamiz. Vertex topamiz. Parabolamiz uchi nima? 5,6 yu 502. To'g'rimi? Ana shu nima ma'noni anglatyapti? Qani endi to'g'ri javobni sizlardan eshitamiz. Ya'ni qaysi javobda to'g'ri holat ifodalangan? B javobga so'zlarimiz javob berishyapti. Yaxshi. Qolganlar ham ancha tez reaksiya bildirishyapti. Demak, ushbu javob to'g'ri javob haqiqatan. Demak, bu nimani anglatadi desa, demak o'sha parabola bo'ylab boshida x teng 0 bo'lganda bu sal pastroqda bo'lgan qiymati, demak x teng 5,6 bo'lganda, ya'ni vaqt nuqtai nazaridan x teng 5,6 sekund bo'lganda, uning yerdan balandligi y teng 502 fit bo'lgan va bu balandlik maksimal height bo'lgan. Xo'p, B javobda aytyaptiki, 5,6 sekunddan keyin u 502 fitlik maksimal balandlikka erishadi deb aytyapti B javobda va bu javob to'ppa-to'g'ri. Xo'p, navbatdagi masalaga o'tamiz bo'lmasam. Xo'p. Bizda yillar bilan bog'liq o'sha bank hisob raqamiga qo'yilgan pullar bilan bog'liq bo'lgan model kelyapti. Qaysi biri to'g'ri javob ekanligini topishimiz kerak. Menimcha bu yerda hech narsani tarjima qilmaymiz. Hattoki o'qish ham shart emas. Qaranglar, men o'qimayman masalan shartni, shunchaki jadvalga qarab javobini aytishlarini sizlardan nima qilsam bo'ladi, bemalol so'rasam bo'ladi. Jadvalga qarab. Va mana hammasiga to'g'ri javob beryapti. Haqiqatan sizlar aytganlaringizdek, mana shu chat qismiga yozishyapti. Hozir kimdir hech kim gapirmayapti-ku deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Videoni ko'rayotganlar chat qismiga yozishyapti Zoomda. Demak, C javob to'g'ri javob. Nimaga? Boshlang'ich t teng 0 bo'lgan paytda, e'tibor bering, t teng 0 bo'lgan paytda bankning hisob raqamidagi n ning qiymati $604. T ni o'rniga 0 qo'yganingda qaysi biri $604 chiqadi? T ni o'rniga 0 qo'ysak, A ning qiymati 1 chiqadi. Buni qiymati ham 1 chiqadi. T ni o'rniga 0 qo'ysak, buni qiymati 0,1004 chiqar ekan. O'zi bittagina, mana shu bittagina birinchi qatorni o'zi to'g'ri javobni topish uchun yetarli bo'ldi. Masalan, shartni ham nima qilib o'tirmadik, o'qib o'tirmadik. Mana shu darajada oson misollar. Bunaqa payt faqat tezgina ishlab, darrov hisob-kitobga hushyor bo'lib, tezgina ishlab keyingi masalaga o'tish kerak. Xo'p, ZX berilgan. Xo'p, qaysi biri nimani ifodalayapti? ZX bo'lishi mumkin. Endi bu kabi juda oson masalalar, lekin mayli, sizlarga ishlashga shuni qoldiramiz. Qani, qaysi javob? Qaysi javob sifatida qoldiryapsiz? D javob deb javob bera boshladi so'zlarimiz. To'ppa-to'g'ri. Demak, o'rniga qiymatlarni qo'yib ham ko'rishingiz mumkin. Modelning kamayuvchi ekanligidan ham nima qilsangiz bo'ladi, bemalol foydalansangiz bo'ladi. E'tibor bering. A bilan B javoblarini darrov chiqarib tashlasak bo'ladi. Nimaga? Chunki x o'rniga qanaqadir qiymat qo'ysang ham, masalan, x o'rniga 1 qo'ysang ham yoki 1 qo'ysang ham A ham manfiy chiqadi javobi, B ham manfiy chiqadi, chunki oldida minus bor. Xo'p, C javobda o'suvchi model 25 birdan katta bo'lgani uchun D javobda esa kamayuvchi model. Mana ko'ryapmiz, qiymatlar kamayib ketyapti. Ya'ni x ning qiymatlari oshgani sari ZX ning qiymatlari kamayib ketyapti. Demak, kamayuvchi modelni tanlashimiz kerak. O'z-o'zidan D javob to'g'ri javob bo'ladi. To'g'ri javob berdinglar. Demak, bemalol keyingi misolga o'tsak bo'ladi. Yana HX ga bog'liq o'sha shuna qiymatiga qarab turib javobini bemalol aytib qo'yadigan nima bo'lyapti? Masala bo'lyapti. Qiymatiga qarab turib.
Bittada javobini aytsanglar bo'ladi yoki eski misolli javobi deb qabul qilib ketaveraymi bunga? Eski misolli. Bunda ham, yangisida ham yana o'sha D javob bo'lyapti. To'g'ri, nimaga x o'rniga 0 qo'ysak 1,25 bo'ladi. A bilan B javoblar chopiladi. C javob kamayuvchi model. Bizlar hx funksiyamizga e'tibor beringlar, qiymati nima qilib ketyapti? O'sib ketyapti. X ning qiymati oshgan sari hx ning ham qiymati oshib boryapti. Demak, o'suvchi modelni olamiz. To'g'ri javob beryapsizlar. Demak, C javob kamayuvchi model bo'lgani uchun biz D javobni, o'suvchi modelni olamiz. Qarang, hisob-kitob qilmasdan shunchaki qiymatlarni bir-biriga taqqoslab ko'rgan qiymatimizdan foydalanib yechib ketyapmiz. Shu darajaga kelgunlaringizcha, shunaqa qarab to'g'ri javobni topadigan darajaga kelgunlaringizcha ham ancha mehnat, buni tushunishga ancha harakat qilganinglar ko'rinib turibdi. Buning uchun alohida rahmat. Endi sizlardan demak nimani kutamiz? Interpretation 4000 ni ta'rifini kutamiz deb aytilayotgan ekan. Xo'p, ma'lum bir hududdagi nimani o'rganishyapti ekan? Reduce kamaytirish ma'nosini anglatadi. E'tibor bering, model ham kamayuvchi-da. 0,75 bu birdan kichkina bo'lgani uchun kamayuvchi model hisoblanadi. Xo'p, bu yerda x 2012-yildan buyon nima? O'sha o'tgan yillarni sonini ifodalaydi. X kichikroqdan 7 yildan, ya'ni so'nggi 7 yillik tadqiqot haqida gap ketyapti. 4000 ga ta'rif berishimizni so'rashyapti. 4000 ga ta'rif. 4000 ga ta'rif berishimizni so'rashyapti. A javob deb javob ta'rif berib tursangiz, demak A javobni o'qiymiz. A javobda aytyaptiki, 2012-yilda o'shalarning populationning initial valuesi bo'ladi deb. To'g'ri, demak initial value bo'lgani uchun demak A sifatida olamiz. Xo'p, demak qolgan javoblarga ta'rif berishni o'zi kerak yo'q, chunki x teng 0 bo'lgan payti x teng 0 bo'lgan payti f at x ning qiymati, ya'ni f at 0 ning qiymati 4000 ga teng bo'lgan o'sha initial value A javob. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Navbatdagi masala. Yaqinda xuddi shunga o'xshash masalani sizlar bilan nima qildik? Ishladik. Qani, to'g'ri javob kutib qolamiz sizlardan. Demak, model berilgan bakteriyalarning minutlar hisobidagi ko'payishi, ya'ni t daqiqadan keyin bakteriyalar qanchaga oshadi deb so'rayapti. Bizdan so'rayapti, qancha vaqtdan so'ng double bo'ladi, ya'ni 2 barobar oshadi bakteriyalarimizning miqdori deyapti. Demak, 790 B kalit. To'g'ri javob beryapsizlar. Ustozlarim, demak, buning uchun nima ish qilish kerak? Shunchaki berilgan ifodaning qiymati 2 barobar oshyapti. Berilgan qiymatni 2 barobar oshish uchun daraja 1 bo'lishi kerak. Ya'ni t taqsim 790 teng 1 bo'lishi kerak. T ni topsak, o'sha 790 minut chiqadi. Demak, bizda bu B javob, siz aytganingiz kabi. Xo'p, javobingizni bilganingizda tushundim. Va bu yerga aynan yechimini yozib ketayotganim sababi, ertaga bu videoni ko'rayotganlar nima uchun bejavob chiqdi, bular o'zini beni aylanaga olib ketyapti, to'g'ri javob sifatida belgilab ketyapti demasligi uchun izoh tariqasida qoldirdik. Demak, bakteriyalarning boshlang'ich qiymati 40 mingta bo'lgan, ular 2 baravarga oshar ekan har 790 daqiqada, ya'ni har 790 daqiqada o'zidan oldingi 790 daqiqalikka nisbatan 2 baravar oshish holati yuz beryapti. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Javobni o'zlaringiz mana shu bittada aytib qo'ysalar kerak. Yangi misolimiz javobi. Yangi misolimiz ham javobi B javobi bo'lar ekan. Yaxshi, nimaga? O'sha model bo'yicha bizda barcha hamma narsa aniq. Boshlang'ich qiymat 2018-yilda o'sha customer mijoz deyiladi. Qandaydir bir gazetaning mijozlari kompaniya yangiliklarni ko'rsatadigan gazetalik kompaniya bor ekan. Uning mijozlari 2018-yil 1300 ta bo'lgan ekan. So'nggi 24 mobaynida ularni mijozlari soni har oyda o'zidan oldingi oyga nisbatan 7% greater than bo'ldi. Ya'ni o'zidan oldingiga nisbatan. Qayerga nisbatan desa, qayerdan bilaman? Previous monthsga nisbatan. O'zidan oldingi oyga nisbatan 7% ga oshgan. M oylarni ifodalaydigan bo'lsa, 2018-yil yanvardan boshlab C quyidagilardan qaysi biri bo'ladi deyapti. Albatta siz aytganingiz kabi B javob. 7% ga oshsa 107% bo'ladi. 107% bu 1,7 qismni ifodalaydi.
Agar 70% oshyapti deganda esa C javobini olardik. 7 barobar oshadi desa D javobini olardik. A javobda kamayuvchi model bo'lyapti. Har oyda o'tgan oydagining 7% miqdoridagi obunachilar qolyapti. Navbatdagi misolimiz, bitta ustozimiz C javob deb yozibdilar. Yo'q, ustoz bu yerda 1,7% bo'lsa 107 bo'ladi, 1,7 bo'ladi. 70% ga oshgan desa 170, ya'ni 1,7 bo'ladi. Hozir bu masalamiz javobi B javob. To'g'ri javobni biladigan ustozlarimiz shunchaki hisob kitobda biroz cho'zishyapti, nima deydi, hovliqish holatlari bo'lyapti. Shuni inobatga olmaganda hammasi shunchaki super zo'r. Reaksiya ham juda zo'r. Rahmat ustoz. Endi buni tushunamiz. Haligi oson misollar seriyasi kelganda tezlikni oshiraman deb turib, sal hisob kitoblarda aniqlikning kamayishi bu tabiiy holat. Bu hammada uchrab turishi bo'lishi mumkin bo'lgan holat hisoblanadi. Xo'p. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Yaxshi. Xo'p. Bitta yaxshi matnli masala beribdi. To'g'ri javobni sizlardan kutamiz. To'g'ri javobni sizlardan eshitamiz. O'zinglar o'qib, o'zinglar nima qilinglar? Tarjima qilinglar. Men umumiy ma'nosini tushuntiraman. Demak, voleybol maydoni bor ekan. To'rtburchak shaklidagi. Length of the court is twice the width there. Bu degani uzunligi enidan 2 barobar katta. Shunda uning nimasini so'rashibdi? Enini so'rashibdi, ya'ni widthni so'rashibdi. So'zlarimiz darrov javob berishdi. A javob, ya'ni 9 javobini qabul qilamiz deyapti. Va bu to'g'ri javob edi. Demak, biz uni agar widthni qanaydir x bilan belgilasak, demak length 2 barobar katta, 2x. 100 esa x ko'paytirish 2x beradi. 162 x kvadrat teng 81. X esa 9 bo'ladi. Demak, hozir bizdan widthni so'ragan uchun ushbu holatda masalamizning javobi nimani so'ragan? Widthni so'ragan uchun 9 bo'ladi. Agar bizdan nimani so'raganida edi? O'sha kortning lengthini so'raganida, uzunligini so'raganda javob 18 bo'lardi. Agar o'sha kortning perimetrini so'raganida 54 bo'lar edi javobimiz. Aynan so'ralgan narsani topishga harakat qiling. Javobini aytayotgan ustozlarimizga shunchaki alohida rahmat, reaksiya uchun tashakkur. Navbatdagi misolga o'tamiz. Va nihoyat man kutgan toifadagi misol keldi. Chunki bunaqa misollar juda ko'p uchraydi hard questionslar tarkibida. Va biz buni nima qilishimiz kerak? Ishlashni bilishimiz kerak. Bugun ham o'quvchilarimiz so'radi, offlayndagi o'quvchilarimizdan. E'tibor bering. Bizga qanaqadir bir funksiya beriladi va bu funksiyada bizlarga bir qiymat aytadi. Misol uchun shu holatda f(0) ning qiymati c ga teng deyapti. Mana e'tibor bering. C bu f(0). Mana hozir men bu yerga yozmay, teparoqqa boshqa joyga yozay, chunki hozir men bu yoqda hisob kitoblarni amalga oshiraman. Mana pastga yozaman. Nima deyapti desa, c ning qiymati f(0) ga teng. Farqi yo'q, hali funksiyaning shaklini bilmaymiz. Shunchaki o'sha funksiyani o'rniga 0 ni qo'yib hisoblaymiz. Yaxshi. Tushunarli? Xo'p, bizda aytyapti, o'sha c ning qiymati quyidagi berilganlarning qaysi birida c ning qiymati yoki koeffitsient sifatida yoki asos sifatida turibdi deyapti. Endi e'tibor bering. Bizlarda hamma javoblarimizda ko'rsatkichli funksiya turibdi. Ba'zi masalalarda ana bu kalt so'zni qo'shib qo'yadi. Haligi displays degan kalt so'zni qo'shib qo'yadi. Displays, ya'ni value of c displays deydi doni in the function deydi, funksiyaning ichida deydi. Koeffitsient bo'lishi mumkin, asos bo'lishi mumkin yoki konstanta bo'lishi mumkin deb menga mana shunaqa jumlalarni qo'shib qo'yadi. O'sha paytda nimaga e'tibor bering? Har bir funksiyaga x o'rniga 0 ni qo'yib hisoblaymiz. O'sha chiqqan qiymat funksiyada aynan yo koeffitsient sifatida, mana bunaqa oldindagi koeffitsient sifatida yoki asos sifatida ko'rinib turgan bo'lishi kerak. Qarang, ko'zimiz bilan shundoqqina ko'z oldimizda ko'rinib turgan bo'lishi kerak. Ustozlarimiz allaqachon javoblarni ham aytishyapti, ularga alohida tashakkur. Demak, shuni har birini tahlil qilamiz. Va to'g'ri javobni ustozlarimiz yozib bo'lishdi, to'g'ri aytishyapti. B javob to'g'ri bo'ladi. Biz har bir javobni tahlil qilamiz. X o'rniga 0 qo'yamiz, chunki bizga aytgan f(0) degan c ga teng degan. Demak, c ni topamiz. f(0) ni topaman men shu funksiyada A javobda. Mana A javobda. Bu nima bo'ladi? 22 ko'paytirilgan 1,5 ning birinchi darajasi. Bu 33 bo'ladi. Mana shu 33. Tushunarli? Mana shu 33. Endi e'tibor bering. 33 soni mana shu yerda o'z ko'zingiz bilan ko'ryapsizmi? Mana shu yerda 33 sonini. Yo'q, ko'rmayapsiz. Demak, bu to'g'ri javob bo'lmaydi. Aslida, misol uchun hozir mana B javobga o'taylik.
B javobda x o'rniga 0 qo'ysam, ya'ni setting f 0 hisoblasam, to'g'ridan to'g'ri menga 33 chiqadi. Va men bu chiqqan 33 ni B vosita mana shu B javobda ko'rib turibman. O'z ko'zlarim bilan nima qilib turibman, ko'rib turibman. Mana u yerda menda shunaqa koeffitsient sifatida oldinda turibdi. Shuning uchun to'g'ri javob sifatida nimani belgilayman? B ni belgilayman. O'zi aslida e'tibor beringlar, o'rtoqlar. A javobdagi mana bu A javobdagi funksiya bilan B javobdagi funksiya ikkovi bitta narsa. Shunchaki mana buni darajasidagi 1,5 darajasidagi x plus 1, 1,5 ning ikkinchisi ko'paytirish 1,5 ning birinchi darajasi qilib oldinga tayyor ko'paytirish koeffitsient alohida hisoblangan holatga keltirib qo'yilgan. Tayyor turibdi mana shu yerda. Shuni javobi. Aslida xuddi shu narsa mana bu bilan ham bir xil. C javobi bilan ham bir xil. Nimaga? Chunki hozir 15 minus birinchisi 1,5 ga bo'ladigan bo'lsak, mana bu ifodaning qiymatini 3 ga bo'lib 2 ga ko'paytirishimizga to'g'ri keladi. O'sha 33 ga 16,5 ni qo'shilgani. Nima qilingan? Holat hisoblanadi. 33 ni beradi. Mana shu qiymati ham 49,5 ni mana bu yerga 1,5 ni minus birinchisiga bo'lsak, ko'paytirsak, bu degan 1,5 ga bo'l. Xo'p, o'ylaymanki tushunarli bo'ldi. Mana shunaqa masalalarda aynan berilgan qaysidir qiymat, balki hozir bizda f 0 ni so'radi, ertaga f 1 ni so'rashi mumkin, f 2 ni so'rashi mumkin, f 3 ni so'rashi mumkin. Vaziyatdan kelib chiqib nima qilaverasiz? Hisoblayverasiz. Xo'p, funksiyani shakli y teng yoki f x teng mana bunday shaklda bo'lishi mumkin. Deylik 35 ko'paytirgan 1,5 darajasida x minus 4 deydida aytadi. Deydi. Berilgan funksiyaning qaysi birida? Xo'p, minimum of the function nima deyapti? Xo'p, bizada xuddiki as deydi, ko'rinib turibdi, mana shunaqa ko'rinib turibdi, koeffitsient sifatida deydi. Koeffitsient deb aytadi. Tushunarli? Mana shu koeffitsient sifatida ko'rinib turibdi deb aytadi. Shunda e'tibor beramiz. Bu funksiya qanaqa funksiya? O'suvchi funksiya. Qayerdan bildim? Asosining birdan katta ekanligidan. Berilgan xlarimiz ham nima? Katta qiymatlarni qabul qiladi 4 dan. Bu degani u o'zining eng kichkina, aniq bizga berilgan qiymatga ko'ra qabul qilishi mumkin bo'lgan eng kichkina qiymatda x teng 4 ta berilgan oraliqda o'zining eng kichkina qiymatni qabul qiladi. Bu necha bo'lar ekan? X teng 4 bo'lgan y ning qiymati nima bo'ladi? 35 bo'ladi. Tushunarli? 35 bo'ladi. Va bu bizda y ning minimum qiymatini beradi. Demak, to'g'ri javob sifatida mana shuni olamiz. Deylik, A javobda shunaqa holat bo'lishi mumkin yoki xuddi shunga o'xshagan masalalar beradi bizga. Yana qanaqa beradi? Mana bunaqa. Misol olamiz. Yana o'sha y teng f x teng 35 ko'paytirgan deylik, mana 0,17 ning x minus 4-inchisi. Yana qolgan joyi o'zgarmagan. Mana x katta yoki teng 4 dan. Tushunarli? Va bizdan yana so'raydi. Minimum bu alohida misol umumiy holatga kelgan o'sha aytyapman. Of the function qaysi birida koeffitsient yoki qanaqadir koeffitsiyentga oid bo'lgan qanaqadir shartlar beradi yoki boshqacha qanaqadir shartlar beradi. Yaxshi. Endi e'tibor bering. X ning o'rniga 4 ni qo'yganingiz bilan bu funksiya o'zining minimum qiymatini qabul qilmaydi. Nimaga? Chunki bu funksiyaga e'tibor bering. Bu funksiya kamayuvchi funksiya. Siz x o'rniga 4 qo'ysangiz, bu funksiya minimumni emas, nimani qabul qiladi? Maksimumni qabul qiladi. Minimum bo'lmay qoladi. X o'rniga 4 qo'ysangiz, maksimumni qabul qiladi. Shunaqa paytda funksiyaning o'suvchi kamayuvchiligiga alohida e'tibor bering. Koeffitsient degan narsaga alohida bir ko'rinib turgan displays kabi so'z bilan beriladigan mana bunaqa masalalarga juda ham hushyor bo'ling. Hammasi ehtimol bir xil funksiyani ifodalashi mumkin. Ko'rib turgan funksiyalar hammasi bir xil bo'lishi mumkin. Aynan so'ralgan shartni qanoatlantiradigan orasida bitta bo'ladi faqat. O'ylaymanki, bu tipdagi masalalar ham sizlarga tushunarli bo'ldi. Navbatdagi masalamiz, kelinglar, shu masalalarni yechib, bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Qolgani o'zingizlarga vazifa sifatida chiroyli qilib beraman. Konspektlari bilan javoblarni inglizcha yechimi va tushuntirishlari bilan birgalikda, javoblar bilan birgalikda o'zingiz o'rganib qo'yasiz keyingi darsgacha. Xo'p, misolimiz SN teng 38,000 ko'paytirish A darajasida n model bor. Yuqoridagi model annually salary, bu degani yillik maoshni ifodalaydi. Annual yillik salary maosh degan.
dollarlar hisobida ishchining n years after starting job. Ishchi n yil ishlagandan keyin, ish boshlagandan keyin, n yildan o'tgandan keyingi oyligini hisoblaydi. Bizga aytyapti. The employee salary increases by 4% each year. Har yili 4%ga increase qilish kerak. E'tibor bering. O'tgan yilgi oyligining 4% demayapti. 4%ga oshish kerak. Demak, nima bo'ladi javob? Sizlar aytganinglardek, mana C javob bo'ladi. O'rtada, ya'ni asos nima bo'ladi? Demak, boshlanishiga n teng 0 bo'lgan payti boshlanishiga 38 ming dollarlik yillik maosh bilan e'tibor bering. Bu 12 oyga bo'lsak, demak oyiga o'sha 3 ming dollardan sal ko'proqqa to'g'ri keladi. Yillik maosh bilan boshlabdi. 100% narsaga 4% qo'shilsa-da, aniq qiymatni hisoblaymiz. Asosdagi 100% ga bo'lsak, necha barobar oshishini hisoblash uchun 1,4 ga oshadi bo'ladi va bu masalamizning javobi C javob bo'lar ekan. Shu joyiga adashmaymiz. 1,4 deb ketmaymiz yoki 0,4 deb ketmaymiz. 1,4. Xo'p, o'ylaymanki, bugungi mavzuyimiz, ya'ni nonlinear functions mavzusi sizlarga tushunarli bo'ldi. Aksariyat tushgan masalalar dars boshida aytganimdek, ko'rsatkichli funksiyaga oid, ya'ni exponential functionsga hamda quadratic functionsga oid bo'lgan modellarga oid masalalar keldi. Qandaydir bir modulga oid bo'lgan yoki ildizga oid bo'lgan masalalarimiz keldi, lekin ildizliklarni ko'rmadik. Modulga oid bo'lgan bitta ikkita masala keldi, ammo ularni darrov ishlab qo'yasiz o'zingiz. Ular bilan o'ylaymanki, bunaqa muammo bo'lmaydi. Bugungi ko'rmoqchi bo'lgan misollarimiz shulardan iborat edi. Konspektini tashlab qo'yamiz. Videosi YouTube'ga yuklanib, sizlarga link tashlab beriladi. Ko'rib qolgan misollarni o'zingiz ishlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga aktivlik uchun, ishtirok uchun alohida rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.